$150,000 pulim bor edi. Prosta boshlash kerak. Ikkinchi filialni ochdingiz. Xodimlarimiz endi 70-80% qarindoshlardan boradi. Yildan yilga savdo o'syaptimi, o'smayapti? 10% dan 3 yilga sekin-sekin tushib boryapti. Xodimlar menga bitta baryer bo'lib turibdi. O'shani to'g'rilashim kerak. Masshtablashish har doim har qanday biznesda insonni mana shu fikrlashlar boshlanadi. Yaxshi komandani yig'ish uchun yetarli elementga menda boshqaruv ilmi menda hozircha yetmayapti. To'g'ri aytyapti. Men tushundim. Bilaman. Men qilmayapman. Barchaga assalomu alaykum. Bugun navbatdagi biznes razborimiz va bugungi mehmonimiz Husn aka Yangiboyev, qurilish mollar do'koni egasi, Kumush Nur brendi ostida mana shu biznesni rivojlantirishga harakat qilishyapti va bugun xudo xolasa mana shu biznesni rivojlantirishda nimalarga e'tibor beramiz, keyingi bosqichga olib chiqishda nimalar qilishimiz kerakligi haqida qiziq suhbat bo'ladi. Xush kelibsiz Husn aka. Rahmat. Avvalambor taklifimga yo'q demay, rozilik bildirib, mana shu razborda qatnashishimga ruxsat berganingiz uchun avvalambor ustoz sizga katta rahmat. Xush kelibsiz. Endi qarang, bizda qisqa vaqtimiz bor, ya'ni taxminan aytaylik 1 soat, 1,5 soat va mana shu qisqa vaqt ichida tabiiyki mana shu biznesdagi hamma masalalarni yechish qiyin. O'shanga agar iloji bo'lsa, bitta asosiy qanaqadir zapros deymiz-da ruschasiga yoki qanaqadir bir asosiy savol, asosiy masalaga masalan belgilab olsak yaxshi bo'ladi. O'shanga hozirgi kunda biznesingizdagi turgan asosiy masala va bugun muhokama qilsak yaxshi bo'lardi degan asosiy savol nimada? Xo'p, avvalambor qisqacha o'zim haqimda aytsam, bizni kuzatayotgan insonlarga ham tushunarli bo'lishi uchun. Mening ismim Husniddin, familiyam Yangiboyev. Kumush Nur Stroy Marketi brendining asoschisiman. 2005-yildan buyon qurilish mollari savdosi bilan shug'ullanib kelaman. Mana 21 yil bo'lyapti bu sohada faoliyat olib borayotganimga. Bugungi asosiy zaprosim bu Kumush Nur qurilish mollari do'konini, brendini qanday qilib to'g'ri masshtablashtirish, uni tarmoqlarini ochish. Shu haqda men bir nechta savollar tuzib kelganman. Shu savollarimga javob topishni xohlaganman. Zo'r. Kumush Nur biznesini qanday qilib masshtablashtirsak bo'ladi? Hozirgi kunda nechta do'kon bor? Hozirgi kunda bitta do'konim bor. Endi tizim to'liq bo'lmasdan turib, ikkinchisini ochib ko'rgan edim, lekin ishlata olmaganim uchun yopganman uni. O'shuning uchun orqaga chekinish bo'ldi. Bu yoqqa endi to'g'ri tizim, to'g'ri biznes model va strategiyalar bilan harakat qilishni xohlayman. Yaxshi. Qarang, do'kon biznesida 20 qancha? 20 yildan 21 yil bo'ldi. 21 yil bo'lyapti. 21 yildan beri faqat mana shu do'konni savdosi bilan shug'ullanasiz yo boshqa ishlar ham qilgansiz? Orada fokusimni boshqa bizneslarga ham chalg'itganman. Uni tan olishim kerak va shuni natijasida bu biznesda erishishim kerak bo'lgan natijalarim kamroq bo'lgan deb o'ylayman. Sababi men fermer xo'jaligiga ham chalg'iganman, g'isht ishlab chiqarishga chalg'iganman, qurilish o'sha lesalarni ishlab chiqarish, ularni arendaga berish bo'yicha va uy qurib sotish, shunga o'xshagan bir nechta bizneslarga fokusimni bo'lib, bu qurilish mollarida ozgina fokusim chalg'iganda, shuning uchun tizimlashtirishda qattiq to'xtagan. Ozgina hozir mana fokusingiz berilib, mana shu faqat shu bilan shug'ullanyapman, rivojlanishga kirishdim deganingizga qancha yil bo'ldi? Men 2019-yilda tushunib yetganman. Xodimlarim soni 40 tadan oshib ketgandan keyin biznesimda xavf boshlangan. Boshqaruvda juda katta muammolarga ro'para kelganman. Xodimlarni boshqarish, o'sha mijozlarni ko'paytirish, shunga o'xshagan ichki tizimning yo'qligi hamma biznes ichki operatsion jarayonda o'zim qolib ketganman-da. Keyin 2019-yilda dunyoda katta bizneslar bor, minglab, 10 minglab qo'l ostida odamlar ishlaydi. Qanaqa qilib ular biznesini boshqaradi? Demak, muammo o'zimda bo'lsa kerak. Men o'sha biznesni boshqaruvda yetarli
ilmlarga ega emasman degan xulosaga keldimda. Men o'shanda birinchi bo'lib u paytda O'zbekistonda unaqa biznesni rivojlantirish bo'yicha biznes trenerlar ham yo'q edi desam bo'ladi. 2009-yilda Rossiyadan keladigan ayrim trenerlar bor edi, o'shalarga qatnashganman. Undan keyin karantin bo'ldi 2020-yilda. Karantin paytida bo'sh bo'lib qoldik. O'sha paytda men Ixtiyor Do'stmetovning o'sha qadam-ba-qadam degan onlayn nimasida dasturida qatnashganman 1 oylik. O'zim endi u yerda shaxs sifatida rivojlanish haqida ko'proq bilim olganman. Shaxsiyatimni rivojlantirish, qanday qilib o'zim hayotimni tizim qilish deganmanda. Keyin menga ilm olish yoqqan. Demak, ilm olsam, rivojlansam bo'ladi degan fikrga kelganman. Ustozimizdan so'rab, endi u faqat Ixtiyor Do'stmetov men shaxsiy rivojlanish bo'yicha bilim beraman degani uchun keyin biz ustozimizni o'sha Restart degan coachingida 5 kunlik coachingda qatnashganman va u yerda bir 45 ta insonlar bilan networking qilib, tanishib, o'sha yerdan Erjan degan bir do'stimiz taklif qilib qoldi. Yangi biznes trener chiqqan, biznes rivojlantirish bo'yicha kim desam, Ibrohim Gulyamov dedi. O'shanda men bir marta qatnashdim, lekin yaxshi tushunmadim. Davaychi yana qatnashsak dedi menga. Men rozi bo'ldim, как раз shunaqa axtarib yuribman endi. Keyin yana bir o'rtog'imga ham taklif qilganman, Kamoliddin degan o'rtog'imga. U o'rtog'im ham hozir nechta odam ishlaydi? Hozirgi kunda bir 20 ga yaqin odam ishlaydi. 20 ga yaqin odam ishlaydi. Qarang, demak asosiy bir mana 21 yildan beri biznes qilasiz, lekin haqiqatdan ham mana o'stiraman, katta biznes quraman degan bir holatga oxirgi bir 5 yillarda 5 yillarda keldim. 5 yilda keldingiz va bu men o'ylayman, shaxsiy fikrim, mana shu hozir kichik bir o'zingizni nimangiz bo'yicha trayektoriyangizni gapirib berdingiz, rivojlanish trayektoriyangizni masshtablashish. Mana ko'p biznesmenlar bilan, ko'p tadbirkorlar bilan ishlayman. Masshtablashish odatda birinchi boshlanadigan joy, mana ko'pchilik tizim qurish kerak, strategiyani to'g'ri qilish kerak, xodimlarni boshqarishni bilish kerak, to'g'ri nishani topish kerak va hokazo. Juda ko'p detallar bor, hozir gaplashamiz buni, lekin bundan boshlanmaydi. Masshtablashish har doim, har qanday biznesda insonni mana shu fikrlashdan boshlanadi. Ya'ni miyasidan. To есть, agar siz bekorga so'ramadim, 21 yildan beri yurgan bo'lsangiz, bitta do'koningiz nimaga ko'payib ketmagan degan savol bo'ladi-da. Va mana bir tadbirkorlikni boshlagan aksariyat odamlarda mana shu muammo. Ular butun umr biznes qiladi, lekin biznesini kattalashtira olmaydi. Nimaga? Chunki kattalashishni boshlanishini tashqaridan oqtaradi. Vaholanki kattalashishni boshlanishi har doim miyamizda bo'ladi. Ya'ni bizni fikrlashimiz, bizni dunyoqarashimiz masshtablashmasa, biznesimiz ham masshtablashmaydi. O'shaning uchun ham menimcha siz juda hozir buni to'g'ri isbotini keltirib berdingiz. Haqiqatan ham treninglarga bordim, bitta treningga, ikkinchisiga, uchinchisiga, mana hozir ham mana bizda o'qiyapsiz. Har xil treninglarga borib, kitob o'qib, podkast ko'rib, boshqa qilib izlanish yo'liga kirib, to'xtab tur, men o'zgarishim kerak ekan. O'sha fikrlash o'zgardimi? Sekin va bu narsa o'zingizga, sog'lig'ingizga, biznesingizga, oilangizga, do'stlarga, hammasiga ta'sir qilishni boshlaydi. To'g'ri. Men o'ylayman, mana shu narsadan o'tib olgan, mana shu etapdan o'tib olgan tadbirkorgina keyingi etapga biznesda o'ta oladi. Endi непосредственно sizni biznesingiz haqida agar gaplashadigan bo'lsak, hozir mana bitta do'kon bor, qurilish mollari bilan savdo qilamiz dedingiz. Qanaqa qurilish mollari? Qurilish mollari deganda bizda o'zi asosan men boshida o'sha sement sotishdan boshlaganman. Sementdan boshlaganman. Sement, shpakulyovka, qum, keleniz, shunga o'xshagan qopli narsalardan boshlaganman. Keyinchalik mijozlar tomonidan kraska yo'qmi?
cho'tka yo'qmi yoki yana boshqa qurilish instrumentlari yo'qmi degan so'rovlar boshlangan. Keyin men aytganmanki, shuni yoniga shularni qo'shsam deganmanda, sekin-sekin o'sha mijozlarni talabidan kelib chiqib, do'konimdagi assortimentlarni bosqichma-bosqich, yilma-yil ko'paytirib boraverganman-da. Menda aslida ustoz bo'lmagan, shu narsani sotgin demagan. Biz har bir narsani sotishdan oldin shu narsa ketar ekanmi deb o'ylanib olib kelganmiz-da. Reka so'rab kelganda, reka olib kelib qo'yganmiz. Sotiladimi yo'qmi desak, ha ketgan. Keyin gipsokarton olib kelganmiz, keyin santexnika mollarini olib kelganmiz. Qarasak, sekin-sekin keta boshlaganda, shu tartibda biza do'konni yonidan keyin arendaga joy olganman. Arendaga joy olib ko'payib ketgandan keyin sekin-sekin o'shani sotib olganman o'sha do'konni. Keyin ishchilar shunaqa qilib ko'paygan. Shu tartibda men ketadigan asosan narsalari hozir mana sement, santexnika mollari, elektro tovarlar, lak bo'yoq tovarlari, instrumentlar, metal mahsulotlari, yog'och mahsulotlari bor. Endi hozir men kafel sotib ko'rdim, kafel ketmadi, chunki mijozlar bozorga barib borishga harakat qiladi. Abo'y sotganim yo'q, laminat sotganim yo'q. Bu 3 ta narsa ko'proq bozorga borar ekan. Qolgan ko'p narsalar bizda bor. Hozir assortimentlar soni qancha? SKU bizda hozir bir 10 mingga yaqin. 10 mingga yaqin SKU bor. 10 mingga yaqin SKU bor. O'zi qancha edi? Bu pasayganimi, ko'payganmi? Yo'q, bu kamida sekin-sekin ko'payib boryapti. Ko'payib boryapti yildan-yilga. Yildan-yilga sekin-sekin ko'payib. Endi savolim, yildan-yilga savdo o'syaptimi, o'smayapti? Xo'p, oxirgi 3 yilda sekin-sekin tushyapti. Da. Qanchaga tushyapti? Necha foizga tushyapti? Bu har yiliga o'rtacha bir 10%, 15%ga sekin-sekin masalan 3 yil oldingiga nisbatan 10% dan 3 yilga sekin-sekin tushib boryapti. Nima sabab deb o'ylaysiz? Endi men o'zim fikrim, endi birinchi o'zim mana hozir o'qish jarayonida tushunyapmanki, endi mijozlarni o'zimni maqsadli auditoriyam bilan, ustalar bilan, santexniklar bilan, shu prorablar bilan ular bilan to'g'ri aloqani qilmaganligim deb o'ylayman. Shu narsa bo'lish kerak edi. Men endi bularni tushunib yetyapman. Keyin raqobatchilarim soni ko'payib boryapti va raqobatchilarim soni ko'paygani sababli mijozlarga men ushlab qolmaganim uchun ular u tomonga yangi ochilgan do'konlarga sekin-sekin kirib, ulardan ham narsa olib ko'ryapti, balki ulardan qanaqadir yaxshi takliflar olgan bo'lishi mumkin. Sekin-sekin shu natijada har joylarga kirib kamayapti deb o'ylayman men. Bo'ldi. Bu men qisman qo'shilaman bu gapingizga. Haqiqatan ham oxirgi yillari O'zbekistonda raqobat kuchayyapti har sohada. Bu faqatgina shu qurilish mollari do'kon savdosida, retail savdoda emas, men ishlab chiqarishda ham, boshqa sohalarda ham. Endi qarang, asosiy zaprosingizga qaytadigan bo'lsak, mana siz aytyapsizki, mana men tushunganim, qurilish mollari do'koni bor, katta tajribangiz bor, 20 yildan ortiq mana shu bozordasiz, oxirgi 5 yilda mana shu rivojlanishga qattiq kirishmasam bo'lmaydi deb turib o'zingizdan boshladingiz va bu juda zo'r nima, do'koningiz kengayib, assortimentlar soni bir 10 mingtaga yetdi, xodimlar soni ham ko'paydi. Savdo bir o'stida, keyin oxirgi 3 yil nimagadir sekin pasayishda boshladi. Endi siz aytyapsizki, men keyingi etapga chiqishim uchun bir masshtablashishim kerak degan zapros bilan keldingiz. Masshtablashish deganda nimani nazarda tutyapsiz va qaysi masshtab sizni mana shu maqsadingizga to'g'ri keladigan masshtab? Masshtablashtirish haqida juda ko'p o'yladim men ham. O'sha sizni mana jumladan darslaringizda qatnashyapmiz. Mana 6-darsda qatnashgan bo'lsak, ayniqsa o'sha sizni darslaringizda qatnashganda menda bir yangi bir insaytlar, g'oyalar, bir nimalar paydo bo'ldi. Masshtablashtirishda siz chunki juda ham zo'r tushuntirib beryapsiz. Oxirgi kelgan xulosam, masshtablashtirishda mana dunyoda mavjud bo'lgan bitta model bor ekan. Hub and scope. Yo'q, ingliz tilida so'z, balkim xato aytishim mumkin. Ya'ni sklad va do'kon degan.
o'sha model bor va yana dunyoda bitta bor model Spar modeli. Mana shu ikkita modelni o'zimni biznesimga moslashtirish natijasida kengaymoqchiman va bu yerda o'zim do'kon ochib kengayishim bor va franshizalarimni sotish evaziga o'sha ikkita model turibdi menda. Endi bu yerda nima bo'ladi? Men bitta katta sklad ochaman. Nima uchun sklad ochaman deganim, qurilish mollari ikkita turga bo'linadi. Birinchisi bu ko'p joyni oladigan, masalan metal, sement, yog'och, qum, klis. Bular joyni ko'p oladi. Kelgan mijozning mashinasiga sig'maydi. Unga albatta mashina dastavka qilish kerak. Ikkinchi turi u joyni ko'p olmaydi. Masalan, kraska bo'ladimi, instrument bo'ladimi, boshqa narsa. Mijoz keldi, pulini to'ladi, paketga solindi, mashinasiga solib olib ketdi. Agar men ko'p joyni oladigan metal, sement shunga o'xshagan narsalarni qo'shib o'zimni hozirgi modelim bo'yicha mastablashmoqchi bo'lsam, birinchidan katta joy kerak bo'ladi lokatsiyaga. Ikkinchidan katta mablag' kerak bo'ladi. O'shani hisob-kitob qildimda, uni o'rniga o'sha katta sklad plus kichkina do'kon modelini o'zimga ma'qul deb topdim. Sklad ochmoqchiman va yonida aytaylik radiusida, masalan o'rtada sklad bo'ladigan bo'lsa, o'shani radiusida bir 3 kilometr, 4 kilometr radiusda kichkina do'konlar. Kichkina do'konlarda faqatgina mijoz borib savdo qiladigan, paketga solib, mashinasiga solib olib ketadigan narsalar bo'ladi. Skladda boyagi og'ir, joy band qiladigan, pulni band qiladigan narsalar bo'ladi. Bu kichkina do'konlarni men masalan o'zim taxminan franshizaga berishim mumkin, o'zim ham ishlatishim mumkin. Franshizaga beradigan bo'lsam, mijoz keladi. Men deydi ro'yxatni ko'rsatadi. Ichida masalan sement bor, metal bor, yog'och bor. Sotuvchi aytadiki, hamma ro'yxatni oladi, uni bazasida bor. Bittadan obrazец turibdi, sement mana qopi, shpakulyovka qopi, hammasi turibdi, narxi turibdi. Ularga endi to'g'ri standartlar bilan aytiladiki, ular bizda bor, faqat bu katta skladimizdan berib yuboramiz. Dastavka bepul, masalan qanchadir summagacha olsangiz, sizga bepul yetkazib beramiz. Yarim soat, 1 soat vaqt ketadi. Bu narsalarni olib ketishingiz mumkin. Qolgan narsani biz yetkazamiz deydi. Shu modelni ishlatmoqchiman. Endi O'zbekistonda qanchalik bu effekt beradi, uzoq muddatli, buni endi shu qarang, juda zo'r modelni o'ylayapsiz. Prinsip, men hech qanaqa muammo ko'rmayapman bu yerda. Katta mahsulotlar, ayniqsa o'sha sementmi, boshqasimi, armaturami bo'ladi. Ular standart mahsulotlar. Unda narxi har tomondan bir xil bo'ladi, har doim bozorda ajrab bo'lmaydi. Chunki qancha o'sha xomashyoga yaqinroq bo'lgan tovar bo'lsa, narxi standartlashadi. Faqatgina ob'yomdagilar sal arzonroq sotiladi. Tak retail почти bir xil sotadi. Siz do'koningizdan boshqa do'kondan bir xil. Kim yaxshiroq dastavka qilib bersa, kimda bo'lsa u наличиеda, ba'zida qolmaydi. Autostop masalalarini hal qilgan odam yutib chiqadi. Bu yerda mana shu bitta qilib turib atrofida do'konlar ochishingiz bu в принципе yaxshi model. Endi ikkinchi masala, siz kengayish nuqtai nazaridan hozir 2-chi, 3-chi, 4-chi do'konni ochish bir nechta opsiyasi bor-da. Bittasi franshiza opsiyasi, ikkinchisi o'zingiz ochasiz. Nimalar? O'shanga hozir nima uchun franshizani o'ylashni boshladingiz? Franshizani o'ylaganim sababi masshtablashtirish tez bo'ladi. Keyin mendan franshizani sotib olgan odam o'zi pul tikadi. Ya'ni mablag'da menda problema bo'lmaydi. Uni o'zi pul tikadi. Franshiza soni bilan tez kengayaman. Franshizani olgan odam u xodim emas, u biznes egasi. Zo'r, siz partnyoringiz. Meni partnyorim. Unda o'sha biznesni ishlatish uchun nima deydi, qiziqish bor, unda manfaatdorlik ko'proq, chem xodimga nisbatan. Shuning uchun men franshiza modelini tanladim. Franshiza modeli o'zi zo'r model, lekin bitta muammosi bor. Muammoki, uni agar to'liq bir o'rganib chiqib, siz tayyor bo'lmasangiz, franshiza qilsangiz, sizni
birinchidan sotib olishga sabab yo'q. Misol uchun Kumush Nur degan do'kon bor. Mendan sotib olinglar, keyin men bilan birgalikda savdo qilasizlar desa, u maytak savdo qilaveraman. Agar o'zim pul tiksam, mana hozir boraman, o'qdim. Nimalarni olib kelaman, o'zim sotaveraman. Nima qilaman sizga hali? Do'la berib, boshqa qilib. Odatda nima uchun beradi? Birinchisi brendi uchun beradi. Ya'ni brendi mashhur, Kumush Nur do'konlari bor, hamma ustalar o'shga kiradi. Bir. Ikkinchisi, ustalar bazasi bor. Ustalar bazasidan foydalanamiz. Da ularga ham qanaqadir ustalarga bir takliflar qilganda do'konga chaqirib beradi. Uchinchisi, bular juda katta set bo'lgani uchun bularda arzon zakupga dostupi bor. O'shaning uchun ular bilan bo'lganim yaxshi deydi. To'rtinchisi, bularda ekspertiza bor. Bularda boshqa do'konlar qilolmagan ishni bular zo'r qiladi. O'shaning uchun men bular bilan ishlayman deydi. To есть franshiza zo'r deydi. Mana shu hozir 4 ta narsani sanadim. Bu 4 ta narsa hozircha sizda yo'q. Tushunyapsizmi? Hozircha yo'q deganim boshqalarga isbot qilib beradigan darajada. Misol uchun sizda o'zingiz ekspertizangiz bor, klientingiz bor, zakup tizimingiz bor, boshqasi bor, lekin boshqasi tashqaridan ko'rib, "Mana shular zo'rda, mana shulardan havas qildim" deydigan darajada emas. O'shaning uchun men ko'pincha aytaman, shunaqa holatlarda nafaqat stroy material yoki retail savdosida, fast foodda ko'p bo'ladi, franshiza. Kiyim-kechak savdosida franshiza ko'p bo'ladi. Men aytaman, birinchi franshizaga kirishdan oldin har doim o'zingizni filiallaringizni ochasiz. Aytaylik, eng kamida bir 5 ta 6 ta filialingizni ochasiz. Va bu filiallar tarmog'i Kumush Nur do'konlar tarmog'i muvaffaqiyatligini isbotlab berasiz. Isbotlab berasiz. Avvalambor o'zingizga, men qilaman buni. Zo'r qilyapman. Faqatgina tez masshtablash uchun men franshizani ochyapman. O'zim ham dalchi kengayveraman, lekin men o'zim bo'lsam sekinroq bo'laman. Chunki hali kapital kerak, pul kerak. Bu yerda franshiza sizga nima beryapti? Ortiqcha kapitalni o'sha biznesda o'sha hamkori franshizani sotib oladigan odam o'zi tikadi va unda siz parallelni o'nlab, yuzlab do'konlar ocha olasiz. No, unga borish uchun birinchi har doim o'zingizni mana shu tarmoqni yo'lga qo'yib olishingiz kerak. O'shaning uchun mana franshiza zo'r, lekin bu ikkinchi keladigan narsa, birinchi keladigan narsa sizni o'zingizni filiallaringiz. Siz aytdingiz, filial ochdim. Uncha o'xshamadi dedingiz-ku? Da. Nima muammo bo'ladi? Muammo, asosan muammo xodimlarni boshqaruvda. Xodimlar tomonidan o'g'irliklar bo'ldi. Keyin moliyaviy hisob-kitobda chalkashmovchiliklar bo'ldi. Masalan, passavchilar bo'ladigan hisob-kitob, mijozlar bilan hisob-kitob, masalan, qarzdorlikni vaqtida olish uchun bir nazoratchi qo'ya olmaganim bo'ldi. Umumiy o'sha moliyaviy hisob-kitobning yo'qligi va xodimlarni boshqarishda xatoliklar. To'g'ri boshqara olmadim ularni. Ularga to'g'ri ishimni delegat qilib topshira olmadim, to'g'ri KPI'lar qo'ya olmadim. Keyin yopdingiz. Keyin qaradimki, o'sha foydadan ko'ra zarar kelib ketaverdi. Keyin u filialni yopdingiz. U filialni yopgan. Hozir endi fokusingiz bitta filialda bo'lgani uchun eplalyapsiz. Okay? Bitta filial yo'q. Hozir endi ikkinchi filial ochishdagi endi undan keyin qanaqadir o'zgarishlar kiritdingiz, boshqa qildingiz, to'g'rimi? Hozir tizim bormi qanaqadir? Qanaqa uchet tizimdasiz? Uchetim hozir avtomatizatsiya bo'yicha OX degan dasturni qo'yganman, programmani. O'sha 2020-yil qo'ygan bo'lsam, o'sha OXni mana 5 yildan beri ishlab kelyapman. OX o'sha 5 yil oldin ancha xom edi, ancha ular ham nima deydi, rivojlanmagan edi. U mesniymi? Mesniy. O'sha OX bilan birgalikda men ham o'sib kelyapman desam bo'ladi-da. Ya'ni men programmani qilganman. U yerda masalan KPI'lar qo'yganman, qancha savdo qilsa o'shandan sotuvchilarimga beraman. Mijozlarni iloji boricha bazaga kiritish bilan shug'ullanaman. Tovar ostatkalarim 100% kiritilgan. Qancha ostatkam bor, qancha tovar ketyapti, bu haqda ma'lumotlarni olib turaman.
Mana qarang, uchet tizimini qo'ydingiz. Hozir siz полностью prihod qilasiz. Savdo hammasi uchetga tushadi, hamma yo'q bor, to'g'rimi? Bor. Bundan уже hal qildingiz. Bu hal qilindi. Zo'r. Men aytmoqchimanki, kimdir hozir ko'rayotgan bo'lsa, filial ochaman, kengayaman deydi-yu. Birinchi qiladigan ishingiz hozirgi bor filialingizda, bor nimada, holatingizda, do'koningizmi, sexingizmi nima bo'lsin, o'sha hisob-kitob tizimini yo'lga qo'yish. To'g'ri. Uni qo'ymasdan turib kengaymaydi deyman. Chunki agar uni qo'ymasdan kengaysangiz, siz hali bardak bo'lyapti-da, bitta bardak sizda ikkita bardak bo'ladi. O'sha ikkita, uchta bardak qilib olsangiz, uchta bardakni boshqarish bittasidan qiyinroq. Qiyin haqiqatan. Ya hammaga bosh og'riqdan chiqmaydi. O'shaning uchun ham o'g'irlik boshlanadi, o'shaning uchun ham hamma. Bu yaxshi, bu birinchi maslahatim. Ikkinchisi, har qanday sistema qo'yganda bizda mana ko'p tadbirkorlarda intuitiv nimasi, shu menga moslashadigan bironta tizim bormikan deydi. Kimdir chiqadi. Qaysidir tadbirkor yoki programmist, freelancer chiqadi, aytadiki, keling men sizga yozib beraman deydi. Menga sizga moslab yozib beraman. O, davay deydi. Meni maslahatim bunaqa qilmanglar deyman. Ko'pchilik aytadi, bunaqa qilmanglar. Nimaga? Bor tizimlar bor. Tam bilmadim. Oddo, 1S, tam biz nimani SAP'da Business One bor, Moy Sklad bor, har xil ko'p. Уже nimadan o'tgan, tajribadan o'tgan, ular yuzlab kompaniyalarga qo'ygan, sizdaqa kompaniyalarga ham qo'yishgan. Bo'ldi. Undan ko'ra o'shanaqalarni sotib olish kerak, u tez bo'ladi va ular уже qaysidir xatolarni qilmagan. Siz aytyapsiz, birgalikda o'syapmiz deb. Mana shu birgalikda o'smaysiz. Tushunyapsiz? Ular o'sib bo'lgan bo'ladi. Va hozir siz 5 ta filial qilsangiz, odatda agar siz tez o'samansiz, уже bor nimaga borgan afzalroq produktlarni bozorda to'xtatish kerak, o'zi nima bor deb. Yonimda o'tirgan ekan, "Ha, siz bormi?" deysiz. "Siz nima qilasiz? Keling, menga qilib bering." Emas. To'xtatib turing, yaxshi, siz bor ekansiz, bozorda nima bor, kelaylik, ko'raylik-chi, deyishdi. Yoki palonchi bor ekan, keyin shuni ishga olaylik. Yaxshi, bu palonchi bor ekan, yaxshi ekan, nimasini olaylik, rezumesini, lekin e'lon qilaylik-chi, boshqalar ham bormi? degan nuqtai nazar bo'lishi kerak. Chunki bozordagi eng yaxshi bir variantni olish uchun. Plus u sistemalar sizga moslash kerak emas. Siz odatda jahon praktikasiga moslashsangiz, yaxshiroq rivojlanadi. Chunki men xato ish qilaman, o'sha xato ishimga moslashib bergin degandek gapda bu. Misol uchun SAPni sotib oladigan bo'lsa, SAP nima deydi? Menga qaranglar deydi. Mana shu sistema, mana shunga moslashasan deydi. Ya, men bunaqa ishlamayman, biz boshqacha ishlaymiz. Biz mamlo ishlaymiz, siz menga qiziq emas qana ishlashing. Butun dunyo mamlo ishlaydi. Bu eng zo'r praktika. Mana shunga moslashgan deydi. Sen sotib olyapsanmi meni? Bo'ldi, mana shunga moslashdim. Hozir uchet tizimini qo'ydingiz. Endi ikkinchi filial ochishga, uchinchi filial ochishga nima to'sqinlik qilyapti? To'sqinlik qilish hali tizimim o'zim xohlagandek darajaga yetmadi. Tizim deganda men nimani nazarda tutyapman? O'sha yaxshi komandani hali o'zim xohlagandek komandani yig'a olganim yo'q. Yaxshi komandani yig'ish uchun yetarli o'ylaymanki, menda boshqaruv ilmi menda hozircha yetmayapti. Boshqaruv bilimi komandani yetmayapti. Keyin bizni xodimlarimiz endi bir 70-80% qarindoshlardan iborat. Men shu yerda bitta narsani aytib o'taman. Bizni mana kuzatib turganlarga ham bir foydali bo'ladi deb o'ylayman. Men masalan 5 yildan beri ilm olib, o'sha biznes va shaxsiy rivojlanish ilmlarini olib, biznesimda tatbiq qilishga harakat qilib kelyapman, lekin o'zim xohlagandek natijaga yeta olmadim. Buning asosan 4 ta sababini o'zimda bildim. Birinchi sababi o'zim biznesda operatsion jarayonlarda to'liq yurishim. Bu bilan treningdan zo'r instrument olaman, lekin uni tatbiq qilish uchun mening vaqtim yo'q. Sababi men biznes jarayoni ichidaman. Bu muammo chiqadi, ertaga bu muammo chiqadi. Ya'ni muammolarni hal qilish bilan shug'ullanib band bo'lib qolamanda, ana
olgan instrumentimni tatbiq qilishga deyarli vaqtim yo'q. Zo'r. Bu birinchi meni o'zim praktikamda bo'lyapti. Ikkinchi xalaqit berayotgan narsa bu xodimlarning ishidan 10 tadan kamida 5 ta 6 tasi qarshilik qiladi. Kamida. Xodimlar qarshilik qiladi. Xodimlar o'sha tizimni, ya'ni olgan instrumentimni qo'llashga qarshilik qiladi. Endi qarshilik qilishiga endi bir qancha ichki sabablar bor. Ayrimlar masalan o'sha yerda qanaqadir qing'ir ishlar qilib yurgan bo'lsa, o'sha ishlar chiqib qolishdan qo'rqadi. Ayrimlarga bu tizimlashtirish deganda og'ir tuyuladi, diskomfort bo'ladi, boshqa bo'ladi. Endi bu ikkinchi muammo bo'lsa, uchinchi muammo bu instrumentni bildim deylik, lekin o'sha instrumentni qo'llash uchun alohida ilm kerak ekan. Men shu narsani anglab yetdim. Sababi masalan siz ham zo'r nimalarni aytyapsiz-ku, mana instrumentlarni aytyapsiz. U instrumentlarni masalan kazdef nimani aytyapsiz, instrumentni aytyapsiz. Va shunga o'xshagan ko'p instrumentlar aytdingiz. Ularni bildim. Lekin uni qanday qo'llash uchun yana bilim kerak ekanda menda. Yoki shu instrumentni qo'llab yurgan kimlardir tajribasi bor odamni olib kelishim kerak. Yo o'zim yana shuni bilimini olishim kerak. Bu uchinchi menda yo'q narsa bo'ldi. To'rtinchisi resurs yetmasligi bo'lyapti. Baribir ham bu hamma narsani qo'llash uchun o'ziga yarasha mablag', resurs deganda masalan yaxshi nima deydi bir mutaxassis xodimlar, shunga o'xshagan nimalar, mana shu 4 ta asosiy narsa menda mana shu hayotimda bo'ldi. Olgan ilmlarimni qo'llay olmasligimga sabab bo'lib turibdi. To'sqinlik qilyapti-da menda. Yo, zo'r. Hozir mana siz 4 ta asosiy masalani aytdingiz. Zo'r. Haqiqatdan ham bu faqat sizni muammolaringiz. Boshqalarda ham shu muammo bor. Men nechta odam bilan ishlasam, hammasi shu. Bugun ham bitta konsalting qildik. O'shanda ham operatsiyaga chiqa olmayman. Nimaga chiqa olmaysiz? Shu bilmadim deydi. Tushunyapsizmi? Chiqolmaslikni bir nechta sababi bor. Bilmayman sizda qanaqa sabab. No, chiqolmaslikda birinchisi bittasi deylik, odam boshqalarga mas'uliyatni berishni qizg'anadi. Ya'ni ular qila olmaydi deydi. Bular menchalik qila olmaydi baribir deydi. Men o'shaning uchun o'zim qilaman. Biror narsani yaxshi qilmoqchimisan, o'zing qil degan fikr bor. Menda u narsa yo'q lekin. Zo'r. Ikkinchisi qo'rquv bor. Qo'rquv bu hozir berib qo'ysam yaxshi bajara olmaydi va yoki bunga berib qo'ysam qanaqadir o'g'irlik qiladi yoki qanaqadir boshqa narsalar qiladi. Menda u ham yo'q. Uchinchisi, men deydi boshqa xodimlar yo'q deydi mashina. Shuni olib keta olmaydi deydi. O'shaning uchun men tinmasdan mana shu yerda yuribman. Sizda qaysi biri? Menda qarang, nimaga chiqa olmaysiz? Chiqolmaganim asosiy sababi hozirgi kunda mana ikkita narsani aytib o'tdingiz. Ikkita narsa menda yo'q. Men xodimlarga ishonaman. Ular boshida yaxshi bajarmasa, keyinchalik zo'r bajarib ketadi, ishonaman. Asosan chiqa olmayotganimga sabab xodimlar o'sishni xohlamayapti. Qanday xodimlar? Men ularga masalan bitta yaxshi ilmni, instrumentni aytaman. Kelinglar shu instrumentni qo'llaylik, qilaylik desam, xohlashmaydi. Uzun. Xohlashmaydi. Kategoriyasiga qarshilik qiladi. Keyin men ularga aytaman. Birodarlar deyman. Shuncha darajaga 21 yildan beri erishdik. Avvalambor Allohning yordami, fazli bilan biz harakat qilyapmiz, Alloh taolo beryapti. Lekin 21 yildan beri bankrot bo'lib ketgan tadbirkor qancha? Biz shu kungacha demak ishlab kelyapmizmi? O'zimizga yarasha mavqeyimiz bor. Shu narsaga qancha qarorlar qildik, men shu qarorlarim to'g'ri bo'lgani uchun ham shu darajaga keldik. Endi nima uchun men hozirgi aytgan fikrlarimni sizlar noto'g'ri deb o'ylaysizlar? O'zi asosan aytadi, men o'zim o'qishda o'rganganlarim, xodimlar asosan ikkita holatda, masalan, biznes egasining, rahbarining aytgan ishini qilmaydi degan. Birinchisi xodimlar tushunmasa, ikkinchisi mening, ya'ni rahbarning aytgan ishini xato deb bilsa. Menimcha bularda ikkalasi ham bor. Okay, tushunmaydi ham. Uchinchisi ham bor. Uchinchisini bilmadim lekin. Bu yerda uchinchisi ular tushunadi. Siz to'g'ri aytyapti deydi. Men tushundim deydi. Bilaman deydi. Men qilmayapman. Siz qilgim kelmayapti. Demak, uchinchisi xohish yo'q. Xohish yo'q deydi. Menda motivatsiyam yo'q. Bu bergan puligachi boshqasini qildirsin deydi.
men qilmayman bu ishni. To'g'ri, bu ham bor. To есть motivatsiyasi yo'qligi buni bilmaymiz, buni topish kerak-da sababini. Endi meni qarashim bu yerda yana operatsiyada mana xodimlar qilgisi kelmayapti deyapsiz. Demak, o'shaning uchun men har doim ichida yurishga majburman deyapsiz. Da. Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, unda filial qurib bo'lmaydi, ko'paytirib bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Chunki keyingi filialda ham xuddi shu muammo bo'ladi. Shu muammo bo'ladi. Hammada bu O'zbekistonda shunaqa ekansa, bo'ldi, demak qilmang O'zbekistonda deyman. Tushunyapsizmi? Chunki O'zbekistonda butun hamma joyda shu xodimlar bo'ladi. Misol uchun Toshkentda qaysidir xodimlar bor, siz aytaylik, ertaga filiallarni boshqa viloyatda qilsangiz, u viloyatda ham xuddi shunaqa xodimlar keladi. Ular ham qarshilik qiladi. Ular ham ishlagisi kelmaydi. Ular ham qanaqadir nima. O'shanga bu yerda operatsiyadan deganimizda bu ko'proq qarang, har kunlik o'sha mana shu filialni boshqaruvida va faoliyatida ichidagi ishlardan chiqib, filialni strategiyasi haqida, tizimlash haqida, uni ko'paytirish haqida bo'ladigan ishlar bilan shug'ullanish haqida gaplashyapmiz-da. Demak, hozirdan boshlash kerak, chiqish kerak. Xodimlar xohlashmayapti desa, xo'p, xohlamaydiganlarni chiqarish kerak. Kim xohlamayapti? Sababini o'rganish kerak. Nima xohlamayapti? Balkim puldir, da, balkim tushunmasligidir, balkim umuman dangasadir, da. Mana xohlamayman, tushunmayman deydiganlarni sekin chetlatish kerak. Xohlayman, tushunmayman deydigan gap yo'sanga o'rgataman deyish kerak. Da, sen xohlamaysan, lekin o'rganmoqchisan, ha, o'rganaman. Bilaman, lekin xohlamayman, sen nima xohlamaysan? Sababini topish kerak. Tushunyapsizmi? Orasida xohlayman, qilaman deydiganlar ham chiqadi. Zo'r, senlar rahbar bo'lasan deyish kerak. Qo'ydingiz, bo'ldi. Kim biz bilan? Sizda hozir 20 ta odam bo'lsa, balki bir 10 tasi aytadi, bo'ldi, davaychi kirishamiz. Gap yo'q. Mana bu 10 tasi chekkaga sur. Men vaqtim yo'q, sizlarni kutib, o'zgartirib, уже 20 yildan beri kutyapman. Bo'ldi. Yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Chetlash. No, bu yerda problema keladi. Siz aytyapsiz, aksariyati qarindoshlar deyapsiz. Aksariyati qarindosh bo'lsa, bu yerda bu o'zbek biznes modeliga juda yaqin. Birinchi o'rinda qarindoshlar yig'amiz. Bu yaxshi-da, siylay rahim, biz qarindoshlarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Bunga qarshiligim yo'q, lekin adolat nuqtai nazaridan ular ham yaxshi ishlash kerak. Agar mana tog'ammi, amakimmi, akammi, ukammi biznesidaman, endi xohlaganim qilaman deydigan bo'lsa, unda adolatsizlik bo'ladi. Rivojlanmoqchi emasmisan, uzr, chiqib ket. Boshqasi kelsin. Nima? Qarindoshchilik rishtalarimizni ushlaymiz, to'yga boramiz, uchrashamiz, boshqa qilamiz, lekin bu biznes, bu tirikchiligimiz. O'shaning uchun bu yerda men katta maqsadlar qo'yganman. Masshtabga chiqmoqchiman. O'shaning uchun masshtabga chiqish uchun xodimlar menga bitta bir baryer bo'lib turibdi. O'shani to'g'rilashim kerak edi. Men kirishgan bo'lardim. То есть maqsadlaringiz katta. Mana masshtablash deganda nechinchi yilgacha nechta do'kon deb ko'ryapsiz? Agar men o'ylaymanki, zo'r tizim qura olsam hozir, aytaylik, tasavvur qildim, tizimim bor. Xodimlarim ham zo'r, ichki qonun qoidalari hammasi zo'r. Tizim bo'lsa, masshtablashtirish juda tez bo'ladi. Nima uchun? Bu bozor o'sayotgan bozor, hali beri bu bozor, men o'zim fikrimcha rivojlanadi. Nima uchun deganda, qurilish ko'p O'zbekistonda. Qancha domlar qurilyapti. Bularning hammasi remont qilinishi kerak. Qurilish mollariga talab kuchli. Va aynan shu qurilish mollari biznesi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan insonlar ham ko'p. Shaxsan mana o'zimni do'konimga keladigan mijozlarimning orasidan ko'p insonlar menga murojaat qiladi. Husniddin aka, joyim bor, pulim bor. Men shu biznesni qilmoqchiman, lekin tushunmayman. Shuni menga o'rgating, yo'lga qo'yib bering, men sizga pulingizni beray deydi. O'zi o'qish izначально boshqa 2020-yilda tizimlashtirishim kerak, franshiza qilishim kerak degan fikr ana shunday mijozlarni taklifidan keyin ham paydo bo'lgan. Shunaqa takliflar tushgani uchun endi menda tizim yo'q-ku, qanday qilib sizga o'rgataman? Hali o'zimda bardak bo'lsa deganman-da. Demak, o'qisam, tizimlashtirsam, o'rgansam, keyin kimgadir uni filialini ochib beraman, tarmog'ini ochib beraman, franshiza qilib beraman degan fikr bo'lgan. Shu bilan mana 5-6 yildan beri o'qiyman. Tizimlashtiraman deyman, boshqa deyman.
Mana kecha ham mana bir inson o'zimizdan ishlagan mijozlar bilan o'z inson bilan oldi berdi qilgandachi, pul bilan muomala qilganda u insonni qandayligini bilsa bo'ladi-da. Unga masalan qarzga mol berasiz, u 1-2 kunga deydi vaqtida beradi yoki vaqtida bermaydi yoki bermay qolsa qanaqadir munosabatlar yomonlashib qolishi mumkin. Shunaqa sinalgan insonlar, men yaxshi inson deb bilgan mijozlarimiz orasidan kecha masalan bittasi taklif qilyapti, 3 ta joyim bor deyapti. Do'kon ochib bering, ishlaymiz deyapti. Qancha pulingiz bor dedim. Qancha pul tika olasiz dedim shu stroy materialga. $150 ming pulim bor deyapti. Yetadimi deyapti. Men aytdim, ha yetadi. Bitta nima franshiza tartibda bitta do'kon 100-200 kvadrat joyini olib shu yetadi endi. Bo'ldi deyapti. Kecha mana sizni darsingizdan chiqdim, telefon qilyapti. Ustodim aka, men tayyorman, qachon boshlaymiz deyapti. Ko'ryapsizmi? Bungacha nechtasini men yo'q demayapman, lekin tizim qilganim yo'q oxirigacha. Mana qilyapman. Xudo xolasa yaqin oylarda bitadi. Men sizga aloqa chiqaman deyman. Lekin ko'p unaqalar. Shuning uchun qila olmayapman. Yo'q, zo'r. Mana shunaqa agar takliflar bo'lsa, bu degani bozorda talab bor. Taklif ko'p. Siz hozir mana 4 ta muammo dedingiz-ku, men aytdim, yozdim. 4 ta muammoni. Bularning hammasini agar bunday qaraydigan bo'lsangiz, hammasi aksariyat tadbirkorlarning biznesni rivojlantirishdagi yetishmayotgan narsa bu to'g'ri qarorlarni berish. To'g'ri qarorlarni berish uchun esa biznes ilmi muhim. Agarda siz videomizni mana shu joyigacha ko'rayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan siz biznes ilmini olishga qiziqqan tadbirkorsiz. Mana shunday videolar orqali ilm olish juda yaxshi. Lekin bu biznes ilmini yanada chuqurroq o'rganish uchun siz kabi tadbirkorlar uchun biz maxsus biznesni rivojlantirish kursini tashkil qilganmiz. Ushbu kursimizda shu kunga qadar yuzlab tadbirkorlar ta'lim olishgan va o'z biznesini rivojlantirishga ulgurdi. Men o'ylayman, har bitta biznes egasi обязательно kelish kerak, bu kurslarda o'zi o'qish kerak. Demak, kurs kimlar uchun? Biznesni yangi bosqichga olib chiqmoqchi bo'lganlar uchun. Bunaqangi summaga arzonga sotyapsizlar. Rahmat. Agarda siz ham mana shu ko'p sonli tadbirkorlar orasida bo'lmoqchi bo'lsangiz va biznesingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, albatta mana shu kursimizni sizga tavsiya qilaman. YouTubedan o'rganishdan farqli, bizning maxsus dasturimizda siz qadamma-qadam biznesingizni qanday rivojlantirish kerak degan savolga jonli javob olasiz. Va mana shu rivojlanish etapida uchraydigan savollaringizga bevosita mendan maslahat olib, savollaringizga javob olish imkoni bo'ladi. Ushbu dasturimizda qatnashishga sizga 100% lik kafolat beramiz. Agarda sizga ushbu dasturimiz qaysidir bir sabablarga ko'ra yoqmasa, pulingiz 100% qaytarib beriladi. Dasturimizda qatnashish uchun hoziroq quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing. Hozir mana 4 ta muammo dedingiz-ku, men aytdim, yozdim. 4 ta muammoni. Bularning hammasini agar bunday qaraydigan bo'lsangiz, hammasi xodimlarni boshqarishga qaralyapti-da. Operatsiyada chiqish, xodimlar qarshiligi, ilm va qo'llash har xil deyapsiz. Resurs yetishmayapti deyapsiz, pul yoki xodim yetishmaydi deyapsiz. Baribir agar men o'ylayman, demak sizda hozirgi kunda asosan agar xodim muammosini hal qilsangiz, chunki uchot tizimi bor, zakup tizimini qo'ygansiz, tovarlarni bilasiz, bu klientlaringiz bor. Bo'ldi. Endi xodimlarni to'g'ri joylashtirib va o'sha bor tizimni sekin qabul qilishini ta'minlash kerak. Ta'minlash uchun nima qilish kerak degan savol ko'proq. Men nima qilgan bo'lardim? Bu yerda siz o'qiysiz-ku, qanchadir o'qiyapsiz-da, har xil treninglarga boryapsiz, boshqa qilyapsiz, u xodimlaringiz kerak bormaydi. To'g'rimi? Ularni olib borishga harakat qilaman. Olib borganman, lekin kam, to'g'ri. Menchalik yurmaydi-yu, lekin olib boraman. Borda, mana qarang. Aytaylik, sizni tushunchalaringiz, biznes haqidagi bir qarashlaringiz bor. Va buni aytaylik bir 100 dan 70 deylik. 100 dan 70 tushunchangiz bor biznes haqida. Va sizda bu yerda xodimlaringiz bor. Har xil. Bular har xil bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi. Har xil xodimlar bor. Kimdir 20, kimdir 40, kimdir 10, kimdir 30, kimdir 50, kimdir 10, 15,
45 mana shunaqa. Ularda tushunchalari, salohiyati deydi. Ilmi, tajribasi, tushunishi, qabul qilishi. Bizga qiziq bo'lgan narsa bularni o'rtachasi. Agar bularni o'rtachasi aytaylik, где-то 35 bo'lsa, 35 va sizniki 70 bo'lsa, siz tizim qurmoqchisiz endi. Sizni tizim tushunchangiz bor. Siz biznes haqida tushunchangiz bor, bu 70. To'g'rimi? Har xil trenerlarga bor. To'g'ri. Bularga 35. Nima deb o'ylaysiz? Xodimlarga nechilik tizimni qo'ya oladi? Menimcha xodimlarga endi maksimum shu 35 ta qo'ysam kerak. Chunki 35 o'rtacha bo'lyapti. Va muammo shu yerda, tushunyapsizmi? Odamlar degan biznes egalari treningga boradi, har xil joylarga boradi-da, aytadi, "Короче" deydi, "Men tushundim" deydi. Menda mana shunaqa narsalar yetishmayapti. Xodimlar mana shu narsani qilish kerak ekan, buni qilish kerak ekan deydi. Ilm paydo bo'ldi. Plus u ilm nima bilan qo'shildi? Egalik hissi bilan. Chunki biznesda egasisiz, egalik hissi bor, bilim qo'shildi. Nima paydo bo'ldi? Katta bir intilish, ishtiyoq, motiv paydo bo'ldi. Mana shunday narsalar qilib olsa bo'lar ekan, zo'r ekan dedingiz. Ishtiyoq bilan biznesga keldingizda xodimlarga "Davay, mana buni qilaylik" desa, ularda haligi ishtiyoq yo'q. Plus bilim ana 35 ta o'rtacha. 35 haqiqatdan 10 darajalari ham ko'p bu yerda. Husn aka, qo'ysangizchi. Nimalar deyapsiz? Bo'lmaydi deydi. Tushunyapsizmi? O'xshamaydi. Nimaga? Chunki va bular haq bo'ladi. Chunki bular o'zini nuqtai nazaridan qaraydi. Tushunyapsizmi? Siz 70 ta tiqishtirishga harakat qilasiz. Siz aytasiz, "Davay" deysiz. Bundan bu yog'iga servis maytda bo'ladi, zakup maytda bo'ladi, HR maytda, hisob-kitob maytda, savdo maytda, deb turib, taxminan gap yo'q. Bular 65 deysiz-da bularga. Sal o'zida pasizdan qilib. Bular mana shu yerdagi tafovut bor-ku, aytaylik, mana shu yerda 30 tafovut bor. Shu 30 tafovutni yopmagunizgacha bular siz aytayotgan tizimlarni qabul qilmaydi. Tushunyapsizmi? Va ulardan xafa bo'lmaydi. Demak, ikkita yo'li bor. Yoki siz mana bu odamlarni nimasini olib chiqasiz tepaga. Potensial. Ayniqsa pastdagilar. Qanday olib chiqasiz? Yo zamena bilan, yo o'qitish bilan. Tushunyapsizmi? Agar o'qishni xohlamasa, xohlamayman deydiganlarni olib tashlaysiz. Xohlaydiganlarni olib kelasiz. Xohlayman, bilmayapman deydiganlarni trening qilasiz, o'stirasiz. Shu orqali mana bu 35 ni siz sekin-asta tepaga olib chiqasiz. Plankani sekin-sekin qilib maytga olib chiqib olasiz. Aytaylik, hech bo'lmaganda 50 ga olib chiqasiz. 50 ga olib chiqdingiz. Bu birinchi qiladigan ishingiz. Ikkinchi qiladigan ishingiz mana bu 65 ni sekin pastga 50 ga yaqinlashtirasiz. Shunisi 55 qilasiz. Tushunyapsiz? Tushundim. Siz yorvorardim, bilib turibman deyapsiz-da, lekin ularning общий potensiali pastmi? Qilolmaysiz baribir. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun juda ko'p mana shu odamlar, biznes egalari oxiri nima qiladi? Planka 65 tushmaydi-da pastga. Mana shuni qilamiz deydi, o'zi yengshi barib kirishib ketadi. Mana bu 15lik, 10lik potensiallarni ham tortadi. Mana shu 70 ni qilmaysanmi? Davay deydi. Majburlaydi. U tushunmaydi. Nima olyapsiz mendan deydi. Men yaxshi ishlayapman deydi. Haqiqatan samimiy u yaxshi ishlayotgan bo'lishi mumkin. Chunki zo'r ishlayapman deydi. U samimiy 10likda u o'zi. Tushunyapsiz? Potensiali 10. U 10 dan 10 ishlayapti. Tushunyapsiz? U 100, u 100% ishlayapti. Siz kelib olib unga dangasasan desa, u xafa bo'ladi. To'g'ri, shunaqa bo'ladi. Qanaqa dangasan? Men ertalabdan kechgacha mana shu ishlab yuribman, siz meni dangasa deyapsizmi? Xuddi shunaqa. Ish yoqmas deysiz. Deydi, lekin uni potensiali o'zi 10, tushunyapsizmi? U sizga o'xshab bir 8 ta treningga bormagan, unda egalik hissi yo'q, unda katta maqsadlar yo'q. U dunyoni, ya'ni qisqa bir nimada ko'ryapti-da, qobig'ida. Siz buni kelib olib katta nima bilan qancha nima qilmay o'zgarmaydi. O'shaning uchun masshtablashda sizda hozir bitta problema haqida gapiryapmiz. Muammoni xodimlarda degan. Xodimlarni potensialini o'stirish kerak. Birinchi, обязательно o'stirish kerak. Faqat qaysi xodimlar desak, bu xohishi bor.
xohishi bor xodimlarga e'tibor beramiz. Xohishi bor. Agar xohishi bor, ikkinchisi salohiyati bor. Siz tanlaysiz, xohishi bormi? Xohishi bor, lekin salohiyati ham bo'lishi kerak. Zo'r xohishi bor, lekin ko'rib turibsiz, undan baribir zo'r bir sotuv menejeri chiqmaydi. Yoki zo'r bir hisob-kitob tiqilanmaydi bu baribir. Bu tagi yo'q unda. Siz uni salohiyatini qaraysiz. Salohiyatiga to'g'ri keladigan bironta ish bormi, yo'qmi sizda? Va o'ssa bo'ladigan. Yo'q desa, oxir o'tirasizda, uka, xafa bo'lmagin. Men o'sishim kerak. Bu do'kon o'sishi kerak, lekin senga mos ish yo'q hozir deysiz. Agarda kim bilan xayrlashamiz, biz xohishi yo'q, xohishi yo'qlar bilan sразу xayrlashamiz. Salohiyati bo'lishi ham mumkinmi? Salohiyati bor, xohishi yo'qlar ham bor. Bu har doim mana bunaqa matritsa bo'ladi. Mana xohish bor, mana xohish bor, xohish yo'q. Mana shu. Ikki xil odam bor. Xohishi bor, xohishi yo'q. Bizga xohishi borlar kerak dedik, zo'r. Endi ikkinchisi biz aytyapmiz, salohiyati yoki ilmi deylik, salohiyati bor bo'ldi. Salohiyat bor va salohiyat yo'q. Xohishi bor, salohiyati bor, bu zo'r. Bunaqalarni olib qolamiz. Bular bizning ключевой xodimlarimiz bo'ladi. Endi xohishi yo'q, salohiyati yo'q, bular bilan xayrlashamiz. Однозначно. Sразу topamiz. Xohlamaydi ham, potensiali ham yo'q. Просто yuribdi. Qandaydir adashib kelib qolgan, boshqa qilgan, ularni topib sразу ular bilan xayrlashamiz. Va ular bilan xayrlashda hech qanaqa problema bo'lmaydi. Chunki o'zi ham bilib turib, mana желанием ham yo'q deyapti. Lekin qo'limdan ham kelmaydi deyapti. Nimaga ushlab turibsiz, o'zingiz ham bilmaysiz. O'shalarning spiskasini qilasiz, короче, mana shular bilan xayrlashaman. Eng problema nima? Bu ikkita tochka bo'ladi sizda. Mana shu ikkita kvadrat. Xohishi yo'q, lekin salohiyati bor. Bilimi bor, tajribasi bor. Zo'r qiladi, ishni qilsa zo'r qiladi, lekin желанияsi yo'q. Bu yerda nima qilamiz? Bu yerda sababini topamiz. Sabab nima? Nimaga xohishi yo'q? Nima motiv? Motiv nima? Nima qilsa, balki oyligi pastdir. Balki sharoitini yaxshilash kerak. Balki siz unga yetarli e'tibor bermayotgandirsiz. Balki kim bilandir chiqishmayapti debdi. Balkilar ko'p. O'sha balki mana bu yerda mana balkilarda topish kerak. Nima balki? Nima sabablar bor? Topib, agar mana shu sabablarni biz hal qila olsak, hal qilish kerak va u tez ishlab ketadi. Chunki vaqt ketkazmaydi, unda o'zi borda salohiyati. Ilmi bor, tajribasi bor. Siz prosta bonus tizimini to'g'rilab qo'yasiz, shuni demaysizmi? Men bo'ldi, ishlaymiz deydi. Yaxshi. Yangi filial ochsak, seni o'shga rahbar qilaman. Gap yo'q, men ishlayman endi. Ko'zlari yonib ketdi-da. Yoki sen zakup menejeri bo'lgan, zakup menejerida mana shuncha ekonom qilib bersang zakupda. Bunaqa bersang, mana shunchasi saniki deysiz. Bo'ldi, shuni demaysizmi? Men zo'rman deydi, ishlab ketadi. Va mana bu yerdagi bor edi potensiali. U sizga hozir 15 bo'lib ko'rinayotgan bo'lishi mumkin-da, 30 bo'lib. Asli uniki bunday bo'lib ketishi ham mumkin-da. Tushunyapsizmi? To'g'ri. Chunki biz hali ko'rganimiz yo'q. Желанияsi, ya'ni xohishini kuchli bo'lmagani uchun ko'rsatmayotgan bo'lishi mumkin. Buni hal qilish kerak birinchi. Ikkinchi kvadrat, bu yerdagi xohishi bor, lekin salohiyati yo'q. Bu yerda nima qilamiz? Bu yerda biz ularni baribir o'rganamiz, qanchalik o'rgatsa bo'ladi. Qabul qilish darajasi qanday? Ya'ni bilimli. Ya'ni bularga, chunki bularda zo'r xohishi bor, ularda motivi bor. Ular aytayapti, "Men siz bilan katta bo'lmoqchiman. Mana shu siz bilan mana shu nimada do'konlar tarmog'ida bir katta narsalarga birga erishmoqchiman. Prosta men ayting, nimani o'rganay deydi. Men nimani o'rganay? Qaysi kitobda o'qishim kerak? Aytsangiz qilaman. To есть bunaqalar bor. Gap yo'q deysiz. Ularga berasiz. Bulardan ham zo'r chiqishi mumkin. Bularda problemasi vaqt ketadi.
Bu yerda sal vaqt ketadi, chunki o'rganish uchun, tajriba olish uchun sal vaqt kerak. No, bu yaxshi nimalar? Nimaga? Chunki imенно mana shu kvadratdagilar bular siz bilan sodiq bo'lib ko'p qoladi. Chunki ular xohishi bor. Va bu yerda mana bu xohishi yo'q va salohiyati bor dedik-ku. Yana bitta masala hozir esimga kelib qoldi. Siz hozir kumush nur do'konlari nima u desam, siz mana men 2 marta savol berdimda. Nimaga erishmoqchisiz? Qanaqa bo'lsin? Desa, endi bir filiallar ochamiz. Nechta filial ochamiz? Siz biror marta aytmadingiz hali ham menga. Nechta desam, endi mana bittasi keluvdi, ochaylik. Nimasiga qarab, unisiga qarab, nima deysiz? Agar bularda xohishi yo'qligini ba'zida sabab bo'ladi, nima? Ular mana shu korxona bilan qayerga ketyapman degan savolga javobi yo'qligi. Mana aniq sifra aytishing kerak. Nafaqat sifra. Mana xodimlar biron bir ishga kelganda bu ko'p apros qilingan. U tadqiqotlarga ko'ra xodimlarni motiv qiladigan har xil nimalar bor, ishga ortiqcha bir xohish uyg'otadigan motivlar bor. Motivlarning orasida eng birinchida turadigan narsa o'zlarini mana shu korxonadagi kelajagi ekan. Ko'ra bilishi. O'zini qanchalik ko'ra biladi. Ya'ni karyerniy rost deydi ular. Va bu yerda o'samanmi, o'smaymanmi degan savolga javob. Bu savolga javobda odatda o'sha korxonani videniyasi beradi. Ya'ni shu korxona biznes egasini videniyasi. Nafaqat biznes egasini, mana shu korxona qayerga qarab ketishini tushunishi ular. Siz aytyapsiz, kumush nur, bizning maqsadimiz kumush nur do'konlar tarmog'ini qurish. Xudo xohlasa 2030-yilga borib 50 ta do'kon quramiz. Bizning оборотlarimiz ham 100x o'sadi. Bizning xodimlarimiz soni 1000 taga yetadi. Biz mana bu narsalarga erishamiz. Biz mana bunga erishamiz. Sen mana shu katta bir loyihamizni bir qismi bo'lgin kelyaptimi? Siz u ko'z yonadi haligini. Hozir xohishi yo'q, lekin nima shuni aytmadingiz? Men boshqa ish axtarib yuribman. Nima qilasan axtarib? Kelajak dahshat o'tsa, ha indamadingiz bizga deydi. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun buni xodimlarga aytish kerak. Bo'lish kerak. O'shaning uchun ko'p korxonalar katta международный nimalarda har doim ular yil yakunlari, keyingi 10 yillik, 5 yillik strategiyalarimiz deb turib bo'lishadi. Nima uchun? Chunki xodimlarda mana shu korxonaga ishonch paydo bo'lishi kerak. Korxonaga ishonch bo'lmasa, birov kelmaydi yerga. Nima qilaman bu bir kunlik korxonada ishlab deydi. Kelajagini shu korxona bilan ko'ra olish kerak. Da, kelajagim bormi bu yerda yo'qmi? Ertaga aytaylik, men mana uy quryapman yoki kimdir qanaqadir uzoq muddatli majburiyatlarga kiryapti-da, kimdir uy olib qo'ydi qarzga, kimdir to'y qilaman deyapti, kim bolalarini o'qitaman deyapti. To'xta, bu uzoq muddatli rasxodlarga kiryapman. Bular bilan kelajak bormi, yo'qmi deydi. Tushunyapsiz? O'shanga korxona mana shu bizneslar mana shunaqa va'dalarni berib, o'zini uzoq muddatli rejalarini xodimlari bilan bo'lishib turish kerak. Ayniqsa kim uchun bu muhim desangiz, aynan mana shu toifa uchun. Xohishi yo'q, lekin salohiyati borlar. Chunki ular ketib qolish mumkin-da. Va ularni ushlab qolish oson bo'lar edi. Prosta niyatimizni, maqsadimiz bo'lish orqali ba'zilarni. To'g'ri aytasiz. Ustoz, o'sha balkim shunaqa narsa men endi qo'limdan kelgancha aytaman. Balkim ularga yetkazib bera olmayotgan bo'lishim mumkin. Yetkazib bera olmayotgan. Yo'q, bu meni hozirgi gapim siz aynan shunaqasini demayapman. Bu bo'lishi mumkin deyapman. Bu gipoteza. Bu sabablarning orasida bu yerda maqsadlarni ular bilan bo'lishish. Qanchalik mana shu maqsadlarni ular tushundi, angladi. Sen tushundingmi qayerga ketyapmiz? Bu poyezd bilasan qayerga ketyapmiz? Lekin menga yoqdi. Shuning uchun stansiyada tushib qolmaysanmi? Hozir to'xtaydi desa, yo'q, tushib qolmayman. Men siz bilan oxirigacha boraman. Zo'r. O'sha stansiyada boshqalar ham chiqib olishi mumkin. Ammo joy kam, agar eslichi ular sendan yaxshiroq bo'lsa bo'shatishga to'g'ri keladi. Ustimda ishlayman deydi. Men bo'shamayman deydi. Men siz bilan oxiri o'sha siz aytayotgan
katta stansiyalarda aytdingiz, o'shagacha bormoqchiman. Boraman dedi. Zo'r dedi va siz endi o'tirib olganda poyezd qayerga ketyapti desa, "Mishing bor, ketaver" desangiz, to'xtang, balki bu meni nimamga to'g'ri kelmas deydi. Men manzilimga olib bormasa, balki boshqa manzilga ketayotgandi, balki sekin ketayotgandi. Juda bilmayapman deydi. Tushunyapsizmi? Siz buni o'shaning uchun qo'rqmasdan endi ko'pchilik biznesda egalar, ayniqsa o'rta biznes, kichik biznesda aytmasligini sababi, eng birinchi sababi o'zlari bilmaydi. O'zi nimaga erishmoqchisan? Bir gap bo'lar. O'zi bir gap bo'lar deyapti, xodimlar nima deydi? Aka, qayerga ketyapsiz? Bir gap bo'lar desa, tushuntaman, siz bilan borgim kelmayapti, o'zingiz ham bilmayapsiz, siz mashinangizga chiqyapman deydi. To'g'ri. Siz o'zingiz sal aniqlab oling, keyin chiqamiz. O'ylang, siz boryapsiz, pitakka ketdik dedi. Qayerga ketyapsiz? Boramiz biror joyga. Siz yo'q, men siz bilan bormayman deydi endi. To'g'ri. Yo'q, men falon joyga ketyapman. Falon Samarqandga yo'l oldik. Samarqandda yo'lda mana Jizzaxda to'xtaymiz, somsa yeymiz. Keyin Samarqandga boramiz. Samarqandga borganda va shu 3 ta asosiy joyga kiramiz, aylanamiz, keyin osh yeymiz, keyin undan keyin Buxoroga yuramiz. Buxorodan keyin Xivaga boramiz. Qalay, kim men bilan? Menga yoqdi bu reja deydi. Kimdir chiqar. To'xtab tur, sen nimani bilasan? Buni bilaman. Hali salohiyati bormi, yo'qmi? Ha, ammo sen kerak ekansan deysiz. Kimdir aytadi sizda, men ham boraman, yoqdi menga deydi, lekin salohiyati yo'g'i bor. To'xtab tur, sen chota qo'lingdan hech narsa kelmas ekan, nima qilasan? Nima foydang keladi bizga mana shu yo'lda? Desa, u meni foydam hozircha tegmaydi, lekin men luboy aytgan ishingizni qilaman. Ana o'smoqchiman deydi. deydi. Men o'smoqchiman. Men yoshman, aytgan kitobingizni o'qiyman, qidigan nima? Menga zadaniya bering. Agar qo'limdan kelmasa, keyin haydaverasiz. Yo'lda u Gulistonga kelganda tushirib yuborasiz. Agar men qo'limdan kelmasa, ko'rasiz. Okey deysiz, ulardan ham olib qolasiz. Demak, mana shularni oldingizda va sizda mana shu komanda bor. Mana shu komanda mana shularni yig'asiz. Hozir sizda 20 ta xodim bo'lsa, mana shu 20 tadan balki bularning soni 10 tadir. Balki 5 tadir. Balki 15 tadir, bilmaymiz. Sizni zadachangiz mana shuni hozir aniqlab olib, tekshirib, nima qilib olish. To'g'ri, zo'r. Sortirovka qilib olib, kim men bilan, kimni salohiyati bor, undan oldin o'zingiz aytasiz, men shunaqa qilmoqchiman. Короче, kim men bilan? Va sразу ko'rasiz, mana shu xohishi yo'qlar sekin xohishi bor va salohiyati bor kvadratga o'tishni boshlaydi. Bular bu yerga o'tadi va ba'zilari xohishi yo'q, salohiyati yo'qlar nima bo'ladi? Sekin xohishi borlarga o'tishni boshlaydi. Sizda mablag' ko'payishni boshlaydi. O deydi, zo'r ekan, mana shunda bo'laman. Ko'ryapsizmi? Ya'ni yo'q joyda siz ularni o'zgartirmadingiz. Ularda отношенияsi o'zgardi qoldi. Munosabat o'zgardi. Munosabati o'zgardi va ularni oldingiz. Endi haliga nimaga qaytadigan bo'lsak, siz boshida baribir mana 70 mi sizni tushunchangiz, siz aytaylik, bularniki hozir 35 bo'ladigan bo'lsa, meni nimam, qarashim, siz baribir nima qiling? Mana shu taxminan bitta plankani qo'yasiz. Aytaylik, короче, hozir 1-yilga, chunki tez o'smaysiz. Aytaylik, sizlarga mana shu 45 qilib qo'yaman deysiz. Maqsad. Mana shu 45 qilinglar deysiz-da 1-yilga. Chunki 65-70 qilolmaydi baribir. Tez o'smaydi. Haliga salohiyatni ajratib oldingiz, boshqa qildingiz. O'zidan o'zi 35 sal 40 ga ko'tariladi, 45 deysiz mana shu maqsadlar. Biz u narsa nimaga erishmoqchi edik-ku? To'g'ri, biz u Xivaga bormoqchimiz, lekin orada mana birinchi Guliston keladi. Keyin Jizzax keladi deysiz-da, bo'lib berasiz. Keyingi yilga sekin 50 ga chiqamiz. Undan keyin 55 ga chiqamiz. Keyin sekin 65 ga u paytga kelib sizni nimangiz ham sekin 80 ga chiqadi. Potensial. Bulardigini keyin 65 qo'yasiz. Keyin aytaylik qanchadir vaqtdan keyin 70 qilasiz. To есть mana shuna qilib potensial o'sadi. Tushunyapsiz? Va ularga yarasha, ulardan sal yuqoriroq qilib maqsadlar qo'yasiz va tizim, korxonadagi tizim. Siz bu yerda xodimlar mana ilm oldik, uni qo'llash deyapsiz-ku.
qarshilik qilishadi. Qarshilik qiladi qachonki ko'p narsa berib qo'ysiz. Sekin-sekin, asta-sekinlik bilan tizim sekin quriladi. O'shaning uchun bironta tizimni qurish uchun yillar ketadi. Tushunyapsizlar? Bitta tizimni bittada hali davay bir oyda qabul qilgan buni desangiz, qabul qilmaydi. Ular hali o'zini har kunlik hayotidan voz kechib, komfortidan chiqish kerak-da. Hech kim komfortdan chiqisi kelmaydi. Har kunlik ishi bor. Oldin uchot qilmasdan endi uchot qilasan, kompyuterga tiqasan desangiz, nimaga? Yaxshi bo'lyapti o'zi deydi. Даже o'g'irlik qilmayotgan bo'lsa ham. Tushunyapsizmi? Nima qilardingiz? O'zi yaxshi edi, u tushunmaydi. Xo'p, hozircha nima biladi tiqdingiz uchotga. Keyin buni deysiz. Keyin buni sekin-sekin 3 oy, 4 oy, 5 oy mana shu oddiy CRM o'sha ERP tizimini mana bitta do'konga qo'yaman desangiz 1 yil ketadi. Manda 5 yildan beri haligacha oxirigacha yetilganim yo'q. To'g'ri. Va bu norma. Chunki sizda o'zi 10 ming xil SKU qilgansiz, u o'zi ko'p. U haqida ham ozgina to'xtalaman. No, mana. Ya'ni bu agar xodimlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu eng katta nima. Mana buni hal qilganingizdan keyin xodimlar sal-pal qabul qildi, ularga sekin maqsadlar qo'ydingiz va qaysidir darajada siz tizimlashtirdingiz deylik. Tizim qo'ydingiz, Tizim deganda aytaylik, tizim deganda birinchisi hisob-kitob tizimini, hisob-kitob yoki uchot deydi. Moliyaviy uchot tizimini qo'ydingiz-da. Ya'ni oldi berdi, hamma yo'qni qo'ydingiz. Soответственно, sizda moliya to'g'rilandi. Siz ko'rishda boshlaysiz. Zarardamisiz, foydadamisiz, qancha pul kiryapti, ketyapti, sklad tizimi to'g'rilandi, qayerda nima yotibdi, ostatkangiz qancha pul bilan qancha оборот qila olaman degan tushunchalar keldi. Buni to'g'irlayapsiz, aytyapsiz, qo'yib beryapman, 5 yildan beri sekin-sekin kelyapti bu. Buni qildingiz. Keyingisi, uchinchisi mana HR tizimi dedik. HR tizimi deganda xodimlarni boshqarish, ularga vazifa berish, sen buni qilasan, sen buni qilasan, sen buni qilasan, sen buni qilasan. Bitta do'konni effektiv boshqarish uchun optimal xodimlar sonini aniqladingiz. Aytaylik. Hozir sizda 20 ta ishlasa, filialda ishlash uchun balki 5 tasi yetar. Chunki ularda sizchalik bir sklad, orqadagi bir nimalar bo'lmaydi. Kichkina do'kon Kichkina do'kon bo'ladi, 5 kishi yoki 3 kishi. O'sha okey, bitta filialga mosladingiz nima? HR nimasini. To'rtinchisi o'sha savdo tizimini to'g'irladingiz. Savdo tizimi deganda mana sizda ustalar bor. Ustalar keldi. Asosiy men o'ylayman sizlarda baribir siz asosiy mijozing ustalar. Ustalar, santexnik, elektriklar. Umumiy qilib aytaylik, ustalar, prorablar, ularni CRM tizimi, bazasi, ular bilan ishlash, ularga bonus tizimi, ularga sotish skriptlari, kim nimani oladi, qaysi usta qanaqalarni oladi. To есть bu narsalar o'sha cashback tizimimi, hamma yo'qni mosladingiz. Hozir bor sizda. Bor. Hozir bor, uni optimallashtirdingizda, buni qildingiz. 5-inchisi marketing tizimi. Marketing tizimi deganda Kumushnur do'koni. Kumushnur, meni fikrim bo'yicha Kumushnur brend, yaxshi brend, nomi yaxshi, Kumushnur dedingiz. Bo'ldi. Endi buni o'zini veb-sayt, o'zini ijtimoiy tarmoqdagi nimalari, Instagram sahifalari, Instagrami, Telegrammi, YouTube, qayerdadir o'sha ustalarga maslahatlar, nimalardir, o'sha brend telefoni, kimdir telefon qiladigan bo'lsa, единый call center, boshqasi hamma yo'qni joylashtirdingiz va siz bu yerda yana 6-inchisi nima? Xaridlar tizimi. Xaridlar tizimi, ya'ni zakup. Zakupda kim qanday zakup qiladi? Отдельный odam, ular nima tamoyillar asosida zakup qiladi, qayerdan qaraydi, nima qaraydi. Mana shularni hammasini qildingizda, eng asosiysi bu yerda men aytmoqchi bo'lgan narsa, siz
mana shu narsalarni ko'pchilik короче 100% qilaman deb o'ylaydi-da. Zo'r ideallashtiraman, keyin boshlayman deydi. Men aytaman 100% kerak emas deyman. Hozir necha deyman? Hozir necha mana shularda yig'indisi? Maniki yig'indim где-то 70lar bor. Siz mana agar sizda hozir 70 bo'lsa, bu zo'r, bosing deyman. Mana shu 70 bilan u yoq bu yoqni to'g'irlayda nima qilasiz? Mana shu bilan ikkinchi filialni ochasiz. Ikkinchi filial. Siz aytasiz, pul kerak, boshqa kerak emas sizga pul ikkinchi filial ochishga. Tushunyapsizmi? Hozirgi do'koningiz bilan ikkinchi do'kon ochishingiz mumkin-da. Bor mahsulotni u yoq bu yoqqa sal cho'chasiz, ikkinchi do'kon paydo bo'ladi. U do'koningiz katta bo'lishi shart emas. Kichikroq bo'lsin. No, endi nima bor sizda? Ikkinchi do'konda hisob-kitob bor. Bir xil moliyani tushunyapsiz. HR'da tayyorladingiz bitta ikkita eng yaxshi xohishi bor, mana bular bor edi-yu, xohishi bor, salohiyati bor, eng zo'rini tanladingiz, sen filial rahbari bo'lasan dedingiz bunga. Mana moliya bor, HR bor, savdo tizimi bor, ustalar. Короче, deysiz, palonchi, siz palon rayonda ko'p kelasiz ekan, yangi filial ochyapsiz, o'shitga ham boravering dedingiz. Tushunyapsizmi? U yoqqa ham haydashni boshladingiz, hali ustalarni, boshqasini va yangi ustalar ham kelishni boshladi. Ularda ham bonus tizimini, boshqasini to'g'irlab bitta baza qildingiz. Marketingda ham e'lon qilganingizda bizda ikkinchi filialimiz bor, bu yerda bor, bu yerda bor. Bitta call center bo'lgandan keyin sizga qayer qulaydi deb, palon qulaydi, u yoqqa jo'natyapsiz. O'zidan o'zi u do'kon o'zi yakkaxon ochilgandan ko'ra yaxshiroq yuradi. To'g'rimi? Chunki akasining podдержкасы bor. Podдержка bor-da. Plus zakuplardan, xaridlardan ham podдержка bor. Chunki siz bitta optim olyapsiz, unga ham, bunga ham. Va men o'ylayman, mana shu 70% sizga yetadi boshlashga. Hozirgi tizingiz. Prosta boshlash kerak. Ikkinchi filialni ochdingiz, keyin qanchadir vaqt o'tib turib, siz 3-filialni ochdingiz, 4-chisini ochdingiz. Men ideal holatda nima qilgan bo'lardim? Mana sizda hozir buni ingliz tilida road map deyman. Road map deganda road bu yo'l, map bu xarita. Shu yo'ldagi xarita. Aytaylik, biz hozir siz bilan 2026damiz. 2030gacha nimalarga erishmoqchisiz deyman-da. Sizda nima bor hozir? Sizda mana bitta filial bor-da. Mana bu yerda aytaylik, sizda bu yerda 100 so'm savdo bor. 100 so'm savdo qilaman. Yana nimangiz borsa, bu yerda bitta filial bor. Filial. Yana nima borsa, 20 ta xodim bor. Yana nima borsa, 10 mingta SKU bor dedingiz. Yana nima borsa, 520 kvadrat joy. 520 kvadrat joy bor. Okey, bildik. 27ga nimaga erishmoqchisiz deyman. Siz menga aytyapsiz, hech bo'lmasa men 5 ta filialga ochmoqchiman dedingiz, misol uchun. Bu prosta misol 5 ta filialda bu yerda bir aytaylik bir 100 ta xodim. Nimasi SQlar soni o'sha 10 mingta emas, 8 mingta bo'ladi. Kamaytiraman. Men kamaytirgan bo'lardim. Kvadraturam taxminan o'sha bir 20 ming kvadrat yoki 15 ming kvadratli do'konlar soni. Okay. Обороtim aytaylik 100 so'm emas, 500 so'm bo'ldi. Okay. Undan keyingi yili nimasi? Keyingi yiliga bu da 28ga, 29ga bu 30ga maytga chiqmoqchiman. 30da nima? Siz 30da qanaqadir shu narsalarda 30da bilmayman nima ko'ryapsiz 30da. Bormi qanaqadir? Bor. 30ga borsa shu ketishda xudo xolasa inshaalloh bir 50 ta do'kon bo'lish mumkin bemalol. Zo'r. Siz aytyapsiz 50 ta filial. Bu yerda nima qo'shilishi mumkin? 50 ta filial, 50 tadan 10 tasi o'zimizni filiallarimiz, 40 tasi franshiza. 40 tasi franshiza deysiz. Misol uchun. To'g'ri. Tam оборот deysiz. Tam xodimlar soni deysiz. Tam yana nimalardir aytasiz. O'zingizni показательlar, benchmarklar. Bo'ldi, men shunga erishmoqchiman 2030da deysiz. Va bu yo'lda
har yili nimalardir erishasiz. Mana shu sizni shunday ko'rganda Husn aka qalay mana shu desam, qarab zo'r bo'ladi mana shu degan ichingizda quvonch paydo bo'ladi-yu. 30-yilgacha короче hal qilib oldim. Yo'limni desangiz, zo'r. Sizga motiv beryaptimi? Beryapti. Bo'ldi. Motiv beryaptim. Endi buni katta qilib nimaga olib chiqingda prezentatsiyaga. Xodimlarni yig'ingda. Mana shu meni maqsadim. Kim men bilan mana shu maqsadga boradi? Bu hozir men bu pitak bo'lsa, men bu Xivaga bordik-da 30 da. Mana shuga bormoqchiman. Kim men bilan? Dedingiz, ular men boraman deydiganlar chiqadi. Zo'r bo'lardi. Men bilan yursang, hozir sen ham o'sasan. Tamam, uslovni sen hozir 10 million olayotgan bo'lsang, kelajakda sen ham 50 million olasan oylik. Qaysi birlaring bittaga zo'rlaring pul yig'ib franchiza ochib beraman, senlar o'zing do'konda egasi bo'lasan. Men bilmadim, bu ham qanaqadir rejada. Yoki filial, o'zim ochgan filialning rahbari bo'lishim mumkin. Da, Biz o'zimiz imkoniyati franchizaga yetmasa. Конечно, siz misol uchun meni qarashim franchizaga shoshilmang. Ko'pchilik franchizaga shoshiladi-yu, franchizaga shoshilmang. Mana 26-27 gacha, ashtgacha o'zingiz filial oching. Sekinroq bo'lsin. No zato mana shu 5 ta, 10 ta filialgacha полный zo'r boshqaradigan qilingda. Franchizani bunday qo'shib qo'yish problema emas. Da. Lekin hozir haligi odam sizga kelib turib, aka 100 ming pulim bor, keling ochaman desa, bu zo'r nimada? Taklif, как бы jozibador taklif yo'q degiz kelmaydi. Shu 100 mingini bor, keyin ishlatay deysiz. Lekin u odam ertaga maza qilmasa, zo'r bo'lib ketalmasa, o'g'irliklari bo'lsa, tam yaxshi foyda topmasa, keyin sizga qarab, "Unaga juda o'xshamayapti-yu" deyishni boshlaydi-da. To'g'ri. Keyin siz mayli bo'lsa o'zingiz qilavering, siz kumush nur do'koni sekin logotipini yechib olib qo'yasiz. O'zingizga ham maza qilmaysiz. U odam ham boshqalarga tarqatadi, bu yaxshi emas ekan deydi. U ham katta ehtimol bilan yuritib keta olmaydi dalish. Da. Muammo nima deydi? Muammo siz mana bu tizimlarni hali 2-3 filiallarda qo'llamadingiz. Men aytyapman, hech bo'lmasa bir 5 ta filialgacha o'zingiz qiling. Va buni hozirgi mana bu 70% yetadi. Prosta qiling. Tushunyapsizmi? Tushundim. Qiling, chunki 5 yildan beri tayyorgarlik ko'ryapsiz-da. Bu otaydik. Bu mana bu 100% ni kutmang, 100% kelmaydi. Kelmaydi. Hech qachon kelmaydi. Bilasizmi nimaga? Chunki siz hozir treningga keldingiz-ku. Misol uchun, meni treningim bo'yicha kelganingizda aytaylik 90% edi. Sizni 100%ingiz asl 90 edi deylik. Endi baqa treningga kelsiz, men buni ham bilmas ekan, buni bilmas ekanman deb o'rnasiz. Hali sizni nimangiz sekin 90 emas, sekin 100 ga chiqib qoldi, sizni plankingiz yana oshdi. Va hozirgi mana bu 70ingiz oldin 70 edi, sekin 65 ga ham tushib qolishi mumkin. Tushunyapsizmi? Siz o'sgansaringiz mana bu tushib ketaveradi. Siz o 5 yildan beri nima qilyapsiz? Ishonavering, biznesda professor bo'lib ketdim deysiz-da. Конечно, professor bo'lasiz, tinmasdan o'qiyapsiz, mana bular qolib ketdi-yu deysiz. Siz o'qigan saringiz mana bularni plankangiz tushib ketaveradi. Tushunyapsizmi? Tushundim. O'shanga men nima qilgan bo'lardim? Boshlardim mana shu 70 bilan filiallarni birinchi qilardim. Filiallar qilishdan oldin men bu roadmapni chizib olardim. Qayerga erishmoqchiman, nima qilmoqchiman? Shunga qarab turib resurs deganda retail sizda. Borib mana sistema qanaqa? Bozorlar oldin ham qurilish bozorlari bo'lardi. Bozorga borishardi. Hozir sekin shahardan do'konlar ochilyapti-da. To'g'rimi? Shahar do'konlari. Oldin shahar do'konidan qurilish qilmoqchi bo'lganlar uncha olmas edi. Hozir sekin bozordan shahar do'koniga o'tyapti. Shahar do'konlari sekin tarmoqli nimalarga aylanadi. Do'konlarga. Tarmoqli do'konlarda. Nimaga? Chunki aytaylik, sizda bitta usta bor, Kumushnurdan olib yurardi. Keyin qaysidir klienti tufayli sizda Yashnobodda bo'lsa, agar u qaysidir klienti bilan ishlagani uchun Shayxontohurga borib bor. U atrofda hozir yo'q Kumushnur. Ertaga aytaylik, Kumushnur Shayxontohurda ham bor. U
aytgancha mayda kumush nur bor edi, o'shga kirib chiqa qolay deydi. Assortiment bir xil, bonus tizimi bor. Narx bir xil. Narx bir xil, hali garantiyalar bor. Erta oladigan narsa bu yerda ham bor deydi-da, sizga kiradi, tushunyapsizmi? To'ppa-to'g'ri. O'shaning uchun tarmoqlilar yutib ketadi, borib. Da. O'shanga men o'ylayman, hozir sizda именно tarmoqli do'kon qurishga zo'r vaziyat. Kim bo'lish bu ichida yuribsiz va pul nimaga unaqa kerak emas deyapman, problema emas. Chunki hozir ham sizda bo'lsa kerak, ko'p поставщикlar o'zi qo'yib berishni boshlaydi. Da. Qo'yib beryaptimi? Beryapti. Tam. Kraskani, instrumentni, boshqasini hammasini sizga nasiyaga beradi. Beradi, qarzga, Demak, nasiyaga, sizda rasxodingiz faqatgina do'konda remonti. Tushunyapsiz? Chunki do'konda arendaga olasiz. Logotip qo'yib, nimalarni qo'yish, nima deydi, polkalarni qo'yish, boshqa qilish, u o'zingizni foydangizdan eplaydigan narsa. Bitta filial. Mabodo eplolmasangiz ham, o'sha polkani ham sizga nasiyaga qo'yib berishadi. To'g'ri. Bironta aytasiz, menga qarang, men shu do'konman. Necha yildan beri borman. Ishonasanmi menga? Ha, ishonaman dedi. Menga qo'yib ber polkani, men senga 1 yil davomida bo'lib qilib beraman. Okey deydi. Kraskachiga aytasiz, bitta yangi do'kon ochyapmiz. O'shga ozgina kraska to'ldirib beringlar, men aytdim borasiz. Okey deydi. Shotga qo'yib beringlar deysiz. Uni qilib, buni qilib. Bo'ldi, problema yo'q. Ya'ni pul nimaga kerak deyman? Pul kerak emas sizga hozir. Sizdagi kerakli bo'lgan narsa faqatgina o'sha do'konlarni hozir boshlab, bor xodimlaringizdan eng talantlarni tanlab, o'shga qo'yib, yangilarini olib, o'zingiz imkon darajasida operatsiyonkadan chiqib, mana shu narsalarni nazorat qilishga o'tishingiz. To'g'ri. Bo'ldi. Shuni mana yilda oxirigacha men aytadim, mana 26-yil, 26-yilda oxirigacha bo'ldi, ikkita filial ochaman deydi. Bo'ldi, ikkita filial ochaman. Men Yashnoboddaman, bittasi Yunusobodda, bittasi Mirzo Ulug'bekda yoki qayerdadir. Bunday qaraysiz, men ishlarda ochaman. Qani 3 ta filialni qana boshqaraman ekan. 27 da yana 2 ta yoki yana 3 ta ochaman. Общий filiallar soni 5 ta, 6 ta bo'ladi. Qani effektiv boshqara olaman ekan. Sizda nima bo'ladi? Mana men sizga sraz aytaman, hozir sizda bitta filial bor. Filial. Siz aytaylik savdo bitta filialdagi 100 ming so'm yoki 100 ming dollar farqi yo'q. 100 ming so'm savdo qilyapsiz-da. Endi bunga plus ikkinchi filial ochiladi. Bu filial va bu filialda siz aytaylik bir o'zingizni nazringizda bir 80% ga effektiv ishlayapsiz. Ikkinchi filial ochganingizda har doim savdo tushib ketadi. Maytda aytaylik savdoingiz уже 100 ming, bu ikkinchi filialning savdosi 100 ming bo'lmaydi, aytaylik 30 ming bo'ldi. Boshida. Bu kichikroq. Va o'zi ham kichikroq. Chunki o'zi ham maksimum 100 bo'la olmaydi o'zi tagi. Plus yangi bo'lgani uchun ham oz bo'ladi. Yo'q, 100 kvadratlik joy demoqchiman. Hozirgisi necha kvadrat? Hozir 520 kvadrat bo'lsa o'zimdagi, yana arendaga olgan joylarim bilan qo'shilib geta bir общий skladlar bilan birgalikda 600 dan oshiq 700 kvadrat. Zo'r. Bu 100-200 bo'lsa, конечно, oz bo'ladi. No, siz aytasiz, bo'ldi. Mana shu filialda potensiali aytaylik, o'zi 50 ming savdo kutasiz bundan. No, 30 ming qiladi boshida. Okey, boshida past bo'ladi, chunki hali tizim qo'yilmagan boshqa. Va bu aytaylik bir 50% nimada ishlaydi. Chunki sizni hozirgi filialingiz ishlalmaydi bu baribir. Birdaniga. Yangi birdaniga. Chunki mijozlar bazasi yo'q. Mijoz yo'q, boshqa yo'q. Siz ham hali to'g'ri boshqarib olmadingiz. Keyin 3-chisini qo'shdingiz. 3-filial. 3-filialda filial qo'shganingizdan keyin 3-filial ham xuddi shunaqa. Maksimum aytaylik o'zi 50 minglik potensiali bor. Bu aytaylik 20-30 da bo'ladi. Okey. Problema. Bu ham 50% da ishlaydi deylik. Va bularni ochganingizda evaziga nima bo'ladi? Men bu 80-70 ga tushib ketadi, chunki siz chalishni boshlaysiz. Fokusim keta boshlaydi. Fokusingiz ketadi va bu normal. Men bu 100 minglik savdoingiz 80 mingga tushib qoladi. Bu ham normal, cho'chimang deyman. No, siz nimaga cho'chimang deyman? Siz общийga qarang. Общийda zato sizda уже 180 da, bu yerda 30 bo'lsa, bu 60 bo'lsa 140 mingga chiqdingiz уже. 140 savdo. To'g'ri. Tushunyapsiz? Общий boshqaruvingiz bitta 80 da, bitta 70-50-50 bo'lib,
taxminan где-то 60% da effektivностda ishlaysiz. Chunki tizim oldingidaqa ishlamaydi. Tushadi. Har doim masshtablash bo'lganda, mana bitta qoida bor. Masshtablash bo'lganda, filiallar soni ko'payganda sifat tushadi. Ko'pincha sifat tushadi har doim. Chunki bitta filialdagi sifat bilan 10 ta filial sifati har xil bo'ladi-da. Sifat tushadi. Sizning zadachangiz endi fokusingiz mana buni yoki mana buni oshirish emas. Sizning fokusingiz mana bu 140 ta tevaga olib chiqish. Tushunyapsiz? Va mana bu 60 ta tevaga olib chiqish. Bo'ldi. Hozir plus keyingi yilga sizda plus 4-chi, plus 5-chi, plus 6-chi filiallar ketadi-yu. Mana shu 7, 8, 9, 10 tagacha qiynalasiz. 10 tagacha filialda sizda mana bu ko'rsatkichingiz, 60 ko'rsatkichingiz pastga qarab yuraveradi. Tushadi. Problema emasmi? Chunki sistemani qo'yasiz boshqa qilib o'rganish davrida bu. O'rganish davrida har doim xatolar bo'ladi, ko'p nimalar qilasiz. Savdoingiz lekin sekin asta o'sadi. Har bir filial savdosi sal tushishi mumkin, lekin umumiy savdoingiz oshadi. Aytaylik, siz bitta filialda 100 qilyapsiz, endi 10 ta filial bilan siz aytaylik taxminan bir 400 qilishni boshlaysiz. Ya'ni 10 ta bilan 1 million qilmaysiz, 400 qilyapsiz. Keyin siz aytasizki, 10 ta bilan 400 qilyapman, oldin bitta bilan 100 qilardim-ku. To'g'ri, bitta bilan boringizni berib o'shdingiz. Vaqtimni fokusini qaratganman. Hozir sizda 10 ta filial, sekin 400. Necha deyman? Sekin endi har bittasini ichida sifatga ishlashni boshlaysiz. To'g'irlab, tizim to'g'irlaganingizdan keyin mana bu 400 ingiz borib mana filiallarda effektivностьni oshib, sekin borib aytaylik 1 millionga boradi. То есть bu normal. Sekin. 5 yil kerakdir, 30-yil o'shaning uchun bu narsani mana yerda yozasiz. 30-yilga borib, savdoim qancha bo'ladi va bunday savdo o'sishni boshlaydi mana shu. Va mana bu narsani bo'ladi. Ko'pchilik mana shuni boshlaganda, masshtabga chiqqanda savdo tushib ketdi, filial tushib. Ular o'ylaydiki, mana bitta filialda 100 ming qilyapman, hozir ikkinchisini ochsam 200 bo'ladi. 200 bo'lmaydi. 100 qilyapsizmi? Ikkinchisida savdo tushadi, birinchisida ham savdo tushib ketadi, chunki fokusingiz chalg'iydi. Bu normal. 3-chi, 4-chi, 5-chi bo'lsa, общийda sal tushadi. Har bittasida ozgina tushdi, lekin umumiy olganingizda kattalashdi. Oldin misol uchun, oldin 100 qilardingiz savdo, hozir уже 400-500 qilyapsiz. Keyin qarab, har bir do'konda kam bo'lsa, necha strashno, zato nimada katta deysiz. Tushunyapsizmi? Buni prosta boshlash kerak. Aytmoqchimanki, mana shu nimalar qiyinchiliklar keladi. Bu qiyinchiliklardan o'tib olish uchun, в принципе, men o'ylayman, sizni ilmingiz, salohiyatingiz yetarli. Ko'p biznesmenlarda mana shu muammosi treningga yuradi-yu. Xuddalik shu bitta ilm olsam, o'shandan keyin boshlayman deb o'ylaydi. Shu yetishmaydi. Aslida unaqa emas. Biz har doim ilm olishimiz kerak, bunga 100% qo'shilaman. No parallelni ishni boshlash kerak, ilm olish kerak, lekin mana kengayishni boshladingizmi, bo'ldi. Tatbiq qilish. Hozir уже tatbiq qilishni boshlaymiz. Shu yerda ustoz ikkita savolim bor-da. Biz o'sha modelimiz katta sklad qilish va o'sha skladning atrofida, radiusida bir 3-4 kilometr radiusda do'konlarning sonini kengaytirish modelini tanlayapmiz hozir. Shu modelda hozir meni birinchi hozirgi do'konim katta sklad vazifasini o'tab tursa bo'ladimi? Bo'ladi. Nimaga desangiz, hozir yana katta sklad qilish uchun men katta joy qilishim kerak, o'tga alohida kuch ketadi. Bundan foydalanib turaman katta sklad sifatida va shu katta skladni atrofida aytaylik bir 5 kilometr atrofida qilganim ma'qulmi yo 15-20 kilometrga ham ketib qolaverishim mumkinmi? Zo'r. Buni ham strategiyani ko'rishim kerak-da. Men masalan, u yoqda boshqa balkim hab qilishim mumkindir. Boshqa nimada. Balkim Yashnobod tumaniga yaqinroq bo'lgan rayonlarda birinchi o'zimni men bu umumiy katta skladimga yaqin bo'lgan radiusni 5 kilometr radius ko'rib olib, mana shu joylarda ochaman. Nimagaki ularga dastavka qilib berish xizmati menga osonroq bo'ladi degan maqsadni qo'yib olib, keyin undan keyingi radiusga yana katta hab qilib rivojlansam yaxshimi degan atrofida-da. Savolingizni tushundim. Aytaylik, mana shu Toshkent bo'lsa, Da. Toshkentni bu yerda mana shu
mana shu siz ishlayotgan Yashnobod Da. tumani, Ha. tam yana qaysidir tuman, yana tuman, To'g'ri. mana shunday bo'lsa, siz aytaylik, mana yerda do'koningiz bor. Siz aytyapsizki, mana yerda bitta hozir birinchi filial, ikkinchisi mana yerda bo'ladi, uchinchisi mana yerda bo'ladi, to'rtinchisi mana yerda bo'ladi, beshinchisi, Da. oltinchisi, mana shunaqa qilib 6 ta. Endi qilsa bo'ladimi? Конечно, hozir men siz alohida sklad, alohida bir nimalar qilmasdim. Kerak emas sizga. Boridan foydalanaman. Boridan effektivni foydalaning. Joyim nazorat qiladi. Joyingiz bor. Mana shu har bittasiga sklad ochaymi, ochmayman deyman. Mana kimdir aytaylik, menga 5 qop alibastr kerak desa, bo'ldi deysiz. Men bu aytaylik, mana shu yerda Mirzo Ulug'bek tumanida qaysi do'kon ochdingiz, ikkinchi filialni, ularga keldi, menga kraska, shotka, balobattar deb oldi usta. Menga sement ham kerak edi. Bo'ldi dedi, qancha deydi. Bormi? Конечно, bor. Sement. Obrazец turibdi. O'shda bitta ikkita qoplari qo'yib qo'ygansiz. Narxi bor. Bundan 5 qop, bundan 3 qop, bundan 4 qop, keyin ana gipsokarton bor, qancha? Qaysisi bor desa, mana mas'ul bor, bunisi bor, ikkita uchtasini, ha. Bo'ldi, bundan qancha desiz? Bundan bir 10 list. Bo'ldi, buni yozdim, bo'ldi. Qayerga adresini ayting, o'sha yerga jo'natib qo'yamiz. Ha, shu yerda yo'qmi desa, o'zingiz olib ketasizmi, hozir olib kelib bersam? Yarim soatda olib kelib beradi. Ha, yo'q, men bu скорее всего aytaylik, nimada bo'ladi? Aytaylik, obyekti mana yerda. Da. Mana shu yerga olib kelib berish kerak. Bo'ldi, sizga hozir mana bu yerdan bu yerga borish taxminan aytaylik 1 soat oladi. Uzog'i bilan 1 soatda boradi. Da. Toshkentdan любой joyga 1 soatda olib borib beraman. Demak, unaqada men yerda ham ochsam bo'laveradimi? Siz, men yerda aytaylik 7-skladi, 7-do'koningiz men yerda deylik. Bu yerga 1 soatda olib bora olamanmi? Bora olasiz. Va bu mahsulotni yo hozir 1 soat ichida bermasangiz olmayman deydiganmi? Yo'q, unaqa emas. Ular kutib turadi. 1 soat, 2 soat kutoladi. Bo'ldi, bo'lmasam 2 soatgacha kutaladimi? Demak, skladingiz keyinchalik agar siz mana bu yerda ham sklad ochsangiz bo'ladi. Tushunyapsizmi? Shahar chekkasida katta qilib, o'zingiz uchun qaysidir bu yerda katta kolsevoy yo'l bor, поставщикlarga, klientlarga, boshqalarga, olib kelib beruvchilarga, katta mashinalar yoki nimasi bor. JD zayezdi bor, boshqasi bor, o'shanga qulay qilib turib, mana shunda ochasiz, problema yo'q buni. Shaharda ochish. Temir yo'l vetkasi. Ochish shart emas va sizda aytaylik, shahar bo'ylab nimalaringiz bor, filiallaringiz 8, Kichkina do'konchalar bor. 9, 10 va aytaylik 11, mayda общий 12 ta do'koningiz bor deylik. Bo'ldi. Sizga bu yerdan ketaveradi nimalar? Поставкаlar. Единый sistema qilib. Faqatgina bitta problema bo'lishi mumkin. Bu skladni o'zini obyomi bor-da, nechtadir filial. Hali baravar menga bunga deb bo'lsa, ulgurmay qoladi kirdi chiqdiga. O'shanda to'xtadingizda siz maytga yana bitta sklad ochaylik deyishingiz mumkin. Aksariyat tadbirkorlarning biznesni rivojlantirishdagi yetishmayotgan narsa bu to'g'ri qarorlarni berish. To'g'ri qarorlarni berish uchun esa biznes ilmi muhim. Agarda siz videomizni mana shu joyigacha ko'rayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan siz biznes ilmini olishga qiziqqan tadbirkorsiz. Mana shunday videolar orqali ilm olish juda yaxshi. Lekin bu biznes ilmini yanada chuqurroq o'rganish uchun siz kabi tadbirkorlar uchun biz maxsus biznesni rivojlantirish kursini tashkil qilganmiz. Ushbu kursimizda shu kunga qadar yuzlab tadbirkorlar ta'lim olishgan va o'z biznesini rivojlantirishga ulgurgan. Men o'ylayman, har bitta biznes egasi обязательно kelish kerak, bu kurslarda o'zi o'qish kerak. Demak, kurs kimlar uchun? Biznesni yangi bosqichga olib chiqmoqchi bo'lganlar uchun. Bunaqangi summaga arzonga sotyapsizlar. Rahmat. Agarda siz ham mana shu ko'p sonli tadbirkorlar orasida bo'lmoqchi bo'lsangiz va biznesingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, albatta mana shu kursimizni sizga tavsiya qilaman. YouTube'dan o'rganishdan farqli, bizning maxsus dasturimizda siz
qadamma qadam biznesingizda qanday rivojlantirish kerak degan savolga jonli javob olasiz va mana shu rivojlanish etapida uchraydigan savollaringizga bevosita mendan maslahat olib savollaringizga javob olish imkoni bo'ladi. Ushbu dasturimizda qatnashishga sizga 100% kafolat beramiz. Agarda sizga ushbu dasturimiz qaysidir bir sabablarga ko'ra yoqmasa, pulingiz 100% qaytarib beriladi. Dasturimizda qatnashish uchun hoziroq quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing. Bunga deb bo'lsalik ulgurmay qoladi kirdi chiqdiga. O'shanda to'xtadingizda siz mayitga yana bitta sklad ochaylik deyishingiz mumkin. Va mayitga nechta uni bilmayman, u alay обороtingizga qarab, оборотga, объемga qarab, katta mahsulotlar qancha ketadi-yu, kichkinalar qancha ketadi, uni alay proporsiyasiga qarab. Tushunyapsizmi? Uni chiqarib olasiz. 4-5 ta filialdan keyin. Hozir bu bosh og'rig'ingiz emas, sizda mana bu bor. Mana shu birinchi filialingizda. O'sha demak Yaxshinobod tumaniga yaqin tumanlarga do'kon ochganim ma'qul. Bir soatdan ko'p boradigan joyga ma'qul. Boshlanishiga meni tavsiyam siz mana shu bir bormi, ikkini shu atrofda ochavering, uchta shu atrofda, to'rda. Nimaga unaqa deyman? Chunki siz hozir filiallarni boshqarishni endi o'rganyapsiz-da. Hali o'zingiz prisustiyangiz, o'zingiz fizически borib turishingiz, vaqt yo'qotmaslik uchun. To'ppa-to'g'ri. Nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti, xodimlaringiz bor, nazorat uchun borishim kerak. Bor, palonchiga joyga borib tur, qaytib kelib tur deb turish. Mayitni ochsa bo'lmaydimi uzoqroqda desa, uzoqroqda ochamiz. Hozir o'rganib olaylik. Mana shu atrofda bu degani Yashnobodda o'zida bo'lishi mumkin yoki sal uzoqroqdami? Qo'shni rayonlarda bo'lishi mumkin. Balki u Qo'yliqda uzoqroqda, Mirzo Ulug'bekda bo'lishi mumkin, bu yog'i Sergelida bo'lishi mumkin. Hali nimasiga uzoq bo'lmagan yo'llarda. Shuni ochib turib, o'rganib oldingizmi 2-3 tasini? Sklad hozircha yetadi, chalg'imang. Kattalashgandan keyin o'zi his qilasiz, mana bu skladingiz yetmaydi. Chunki betdagi sement tugab qolaveradi, sig'may qoladi. Siz aytasiz, to'xta, kattaroq sklad kerak ekan. Mana nimaniki korzinka ochdi, yangi distributsiyon markaz. Ochdi. Internetda ko'rdim, juda katta ochdi. Juda katta, $110 million investitsiya qilishdi. Biz bordik, biz ko'rdik. Bizda o'sha Alyans klubimiz bilan bir Zafar aka o'zlari bizga bir ekskursiya qilib berishdi. Instagramda ko'rdim shularni. Bir ko'rdik. Haqiqatan zamonaviy distributsion markazda uni tagidagi ma'no sizni skladingizga o'xshagan narsa. O'sha yerga mahsulot keladi, u yerdan tarqaydi. Hamma nimalar. O'sha 600 ta filialga xizmat qila olar ekan. Mashalloh. 600 tadan u yog'iga o'sha eplolmaydi dedi. Hisob kitobni chiqargan. Da, hisob kitobni chiqargan, keyingisini ochamiz dedi. Ularda hozir 250 ta filial bor. Tushunyapsizmi? Ularda hali bor, yana 2 barobar, 3 barobar. Endi sizniki nechtagacha yetadi? Mana bu hozirgisi, uni bilmaymiz. Обороtingizga bog'liq. Shuni ham his qilib olasiz. Deya qaradingizki 5 tasi mana shu predelda ishlayapti deysiz. Bo'ldi 5 ta. Hozir 6-chisini olsam, avtostoklar boshlanadi. Hali yetmay qoladi. Skladda, plus skladga mashinalarni kirdi chiqsa, slishkom ko'payib ketadi. Chunki ha deb ketaveradi tovar. Bittagi ali zakupshik ulgurmay qoladi. O'zini do'kondan zakaz tushyapti, bu yoqdan tushyapti deb boshim yangrab ketdi deydi. Tushunyapsizmi? To'xtadingiz. Demak, bu skladim kichkinalik qilyapti deysiz. Keyin bu sklad kapio deysiz. Bu sklad nima deysiz? Mana shu atrofga ishlaydi xolos deysiz. Mana shu regionga deysiz. Endi deysiz, mayitdan yangi sklad ochyapman deysiz. Mana bu skladni bu mana bu rayonga ishlaydi deysiz. Mayitdagi sklad mana bu rayonga ishlaydi. Sizda 3 ta skladingiz bo'lar ekan. To'ppa-to'g'ri. Vodiyga yana bitta sklad ochasiz. Vohaga, Samarqandga u tarafga bitta ochasiz. Bu yoqqa bitta ochasiz, Xorazm tarafga. Har bir viloyatga bittadan ochib qo'yasiz. Mana shuna qilib kengayib ketaverasiz. Unda уже siz ali road map chizganingizda, sizda agar butun O'zbekiston bo'ladigan bo'lsa, mana O'zbekiston tushib keladigan bo'lsa, bu yog'i mana bu yoqqa ketadi, bu yoqqa ketadi bo'lsa, siz hozir Toshkentda bu yoqda hal qilyapsiz. Bu bitta hub, Toshkentda bitta hub, Samarqand tarafda, bu yoqda bitta. Aytaylik 4 ta asosiy nima bo'ladi. Va shu orqali kengaydingiz butun O'zbekistonga. Keyinchalik balki mayitda Tojikiston bo'lar, mayitda Qozog'iston bor va mayitda Qirg'iziston bordir. То есть bu ujali uzoq muddatda aytyapman, mayitdan boshlaysiz Toshkentdan.
ularga manimcha shu Tojikiston va qo'shni davlatlarga franshiza qilib bergan ma'qul. Da, Chunki u ularning yerda- o'zini odamlari, o'zini qadriyati, o'zini nimalari Da. bor, franshizadan oladi. Da, no, u men o'ylayman, u keyingi etap. Keyingi etap. Hozir fokus faqatgina mana shu Toshkentga. Toshkentdan keyinga borib, keyin respublikaga. No, Toshkentdan ham hozircha Yashnobod atrofidagilar mana shunaqa qilib sekin keyinga olasiz. Buni hozir qiladigan ishingiz hozir mana shuni men sizga maslahat beraman. Endi prinsip bugunga chizgan nimalarni ham jo'natib qo'yamiz sizga. Bularni bunday ko'rib chiqib, bugungi videoni ham ko'rib chiqasizda nima qilasiz? To'xtab tur deysizda, hammasini qog'ozga tushiring. Men bu narsani men sizga hozir bir 2 minutda prosta chizdim-ku. Buni boshqatdan chizib, boshqatalab detalni chizib yozib chiqasiz. Yilma-yil, bu yilga rejam, keyingi yilga rejam deb turib, men shuni qilib olganingizdan keyin sizda nima bo'ladi? Kumushnur, men yerga yozib ham qo'yardim, mana. Kumushnur 2030 degan katta bir papka paydo bo'ladi sizda. Kumushnur 2030 degan reja, strategiya bo'ldi. Mana shuni bitta mixlaysiz va bu mixlashga aytaylik sizda hozir aprel bo'lsa, mana 2 hafta oling, 3 hafta oling, qancha vaqt kerak bo'lsa, chizib chiqing, hisob-kitob qiling. Bundan fin model chiqadi, moliyaviy model chiqadi. Bularni hammasini bitta papkaga qildingiz, bo'ldi. Sizda chotki 2030 gacha nima qilishingizni bildingiz. Shu orqali keyin rivojlanishni boshlaydi. Bo'lmasam, endi gaplashamiz desak, muammo juda ko'p. O'shanga bugun masshtablashish va franshiza haqida gaplashdik. Asosiy masalalarni ko'rib chiqishga ulgurdik deb o'ylayman. O'shanga kelganingiz uchun katta rahmat. Umid qilamanki, qaysidir savollaringizga javob oldingiz. Ustoz, avvalambor sizga katta rahmat. Shu biza Kumushnur Stroy marketini razbor qilib, mana shu masshtablashtirish bo'yicha o'zingizni mana bilimlaringizni berdingiz, savollarim. Endi savollarim albatta ko'p edi, lekin ichidan ko'plariga javob ham oldim sizdan. Xudo xolasa mana sizni darsingizda qatnashyapmiz. Endi mana siz bilan gaplashish jarayonida men amin bo'ldimki, endi siz bilan bundan buyog'iga ham birga bo'lishim kerak degan fikrdaman. Mana o'zingizning klubingiz bor, o'sha klubga ham xudo xolasa inshaalloh a'zo bo'lamiz. Va bu yo'lda yoningizda masalan oyiga 1 marta, 2 marta birga bo'lsak, yoningizda men boshqa savollarni ham bemalol olib ketaveramiz. Da, shunaqa maslahat olib, qayerdadir ko'rgan narsalarni berib, boshqa qilib, shunaqa qilib sekin-sekin rivojlanamiz deb o'ylayman. Rahmat, sizga katta rahmat ustoz. Katta rahmat sizga. Xursandman. Ustoz, Sog' bo'ling. vaqtingizga rozi bo'lasiz. Siz ham rozi bo'ling.